Uyg'ur yozuvchisi Yosinjon Sodiq Cho'g'loniyning Jallod Xanim nomli tarixiy romani. 5-bob. Fojialik qismatlar. Milodiya 1670-yil. Ujmi pishiqi. Oqsu. Bu yil suyi alvak xalqi oqko'ngil ham ishchan Oqsu diyorida yoz to'limi burun boshlangan edi. Gerçi Oqsuda sölük maceraları anca yüz vermegini bilen Moğol Oqsumaklarining parakendechiligi to'la yüz berib turadi. Yilda birer qitim cho'ng ko'lamda, bir necha qitim kichik ko'lamda besib kirgan Moğol Oqsumaklarining askarlari bilan elishib turg'achqimi Oqsu xalqining vatanparvarlik engi yuqori edi. Shu sababli yurtso'yar Oqsu o'g'illarining jangbozlik mahorati alohida ustun edi. Oqsu xalqi Saidiya xonligi tavasidagi har qaysi yurt, aymoqlardan kelgan qavmni xuddi bir tuqqan qarindoshlaridek ko'rib qizg'in kutib oladi va osonli oraq oladi. Besotida bor narsalarni ayamay tang foydalanadi. Boshqa yurtlardan kelgan kishilar kang qo'l saxovatchi Oqsu xalqining ortida osonli yerlashib ketadi. Oqsu xalqining bu xuy mijozini obdan bilgan Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Ishon ostondan bir qism xalifa so'pirlarini agashtirib, sharmandilarcha qochgandan keyin O'dilli Oqsu tavasiga kirib to'xtadi. Xalq orasida targ'ibot elib berib, so'lik tavratdi va qisqagina vaqt ichida nurg'ulg'an xalqni Ishoqiya so'lkiga da'vat qilib, o'zining payg'ambar avlodi Sultonul Muhaqqin Ishon Kala Kaşbu karametçi avliya Pir Buzuruk Veliyullah ekanligi haqida davron silib, gah shirin suxan nutqi, gah vahimi paydo qiluvchi sehri karametlari. Amaliyotda ishonchlik xalifa so'pillari bilan oldin tayyorlik qilib olgan hiyla mekarlik o'yinlari. Shular bilan sodda xalqni aldab, sarosimga selib, ishondirib, o'ziga qo'l bergizib, atrofiga nurg'ulg'an murtlarni to'plashga ulgurgan edi. Bu suyi alvak tuprog'i munbat zaminga bir tal ho'l tayoqni shundoqla fotirib qo'ysa, osonli yiltiz tartib ko'kliginiga o'xshash Xo'ja Abdulla Ishonmo Oqsuga osonli o'zlashib, xeli cho'nqur yiltiz tortdi. Va bu karomatchi avliyoning nomi taraf-tarafga chaqmoq tezligida tarqalishga boshladi. Hamda Oqsuning noib amri Shahzoda Ismoil xonning xeli diqqatini tortdi. Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Ishonning ko'ngliga fikri shu edi. U ana shundoq yelimikar nayranglari bilan atoq obro'y qozongandan keyin Shahzoda Ismoil xonning huzuriga bir qoshqun panohlik tilab kelgan bechora Maxtumzoda sifatida emas, katta avliyo, pir buzurg, hamma odam hurmat qiladigan ulug' so'lik peshvosi sifatida dabdaba bilan kirib keldi. Shahzoda Ismoil xonning qarshi elishiga ta'ma qilgandan ortiqroq noil bo'ldi. Tunji qatim ko'rishdila Shahzoda Ismoil xon shaharning sharqidagi katta bog' saroyini bu Maxtumzoda Pir Buzurgga in'om qilaverdi. Xo'ja Abdulla Ishon Shahzoda Ismoil xonga ota bo'g'illardan tortib buyuk Saidiya saltanatini mustahkamlash uchun ko'p ajr singdirganligini, kech-kunduz etikobda o'tirib duogo'ylik qilib turganligini, shu sababli Sultan Abdullah xon hokimiyati mustahkamlanib, saltanatlik shonu shavkati yiroq-yiroqlarga tarqalganligini maqtanib turib, uzun so'zladi. So'z orlig'ida Sultan Abdullah xonning marhum dadisi Ishon Kalon Valiyullah Xo'ja Shodi Pir Buzurgga qo'l berib murt bo'lganligini, dadisi o'lib ketgandan keyin o'zini pir tutib qo'l berganligini, har qanday cho'ng kichik saltanat ishlarini o'ziga maslahat silib turganligini bir necha qitim alohida askartib ulgurdi. Oxirida noinsof Shahzoda Yo'lbosxonning aqlsizlik qilib, ishqiyachi murtad Xo'ja Hidoyatulloh Ishonning domiga tushib, sehri afsullarga aldinib, osiylik yo'lini tutib, enisi Shahzoda Abdumo'min xonni o'ltirib, taxt tortib olganligidan dodladi. Shahzoda Ismoil xon Saidiya ordusida Maxtumzodalarning nima uchun shuncha ola e'tiborlanganligini,
aksi Sultan Abdullah xonning nima uchun avval oti Maxtumzoda Eshonga, keyin bola Maxtumzoda Eshonga qo'l berib murt bo'lganligini obdan biladi. Navada kunlarning birida Saidiya taxtida posibon bo'lib o'ltirib qolsa, o'zining elning muqimligi, xalqning xotirjamligi va taxit dushmanlarini ko'paytib olmaslik uchun bu Maxtumzodalarga qo'l berib murt bo'lishga majbur bo'lganligini tushunadi. O Shahzoda Yo'lbosxonning izchil turda otasi Sulton Abdullah xon bilan qarshilashib taxt tortib olishga uringanligi, bu jarayonda nurg'un qonliq janglarni qilganligi, oxirgi hisobda taxt tortib olishga muvaffaq bo'lganligidan hamda buni Maxtumzoda Eshonning Yo'lbosxonning cho'ng ishonchisiga erishgan, Yo'lbosxonning dadasidan taxt tortib olish uchun yo'l ko'rsatib ko'p kuch chiqargan ashaddiy dushmani Xo'ja Hidoyatulloh Eshonning o'ch elib zulm silishdan qo'rqib ostonidagi hashamatlik qasri, maishatlik turmushini tashlab qochib chiqqanligidan to'liq xabardor edi. Ammo bu Maxtumzoda Eshonning Oqsu ziminiga qadam besibli qisqa vaqt ichida shuncha xalqni o'z so'lkiga kirgizib, shuncha tezda katta atoq obro'y qozonganligini tushunmaydi. Ham buningdan hayron qoladi. Bu Xo'ja Eshonlarning rostida shundoq kashfu karomatlari bormidi? Yaratgan Alloh egam ularni nagil bo'lsa ashunda qo'llab aziz qilamdiganda. Ularga tayanmay taxtda o'tirg'ili, xoni sulton bo'lg'ili bo'lmasmi zodi? Ismoilxon Allohxondak bir xiyollarning turkisida Maxtumzoda Xo'ja Abdullah Eshonga katta iltifotlarni ko'rsatdi. Ziyorat qilib o'rdaga kelsa, oldiga istiqbolga chiqdi. Kelsa, orqasidan chiqib uzutib qo'ydi. Ismoilxonning bu harakati boshqa amirlarga ham tezda ta'sirini ko'rsatdi. Mana endi Xo'ja Abdullah Eshon Ismoilxonning noib amirlik o'rdasiga xohlagancha kirib chiqa oladi. Ismoilxonga xohlagancha aql maslahat ko'rsatadigan bo'lib oldi. Shahzoda Ismoilxon Maxtumzoda Xo'ja Abdullah Eshonning birinchi qitimliq suluk targ'ibotini anglash bilan uningga qo'l berib murt bo'ldi. Shuning bilan uning amirlarining ko'pinchisi degidek Ishoqiya sulkiga kirdi. Uzoq o'tmay Qashqar, Ostona, Xotandagi sulki ishqiyachilarning zulmiga, taqibiga uchirgan sulki Ishoqiya murtlari to'p-to'p bo'lib Oqsuga eqishga boshladi. Shuna qilib Oqsu Ishoqiya sulkining bo'shkiga aylanib qoldi. Ismoilxon Maxtumzoda Xo'ja Abdullah Eshonga qo'l berib murt bo'lgandan keyin Eshonning vasvasiga selish bilan yuragining cho'nqur bir yerlariga ko'miyotgan bir shirin ormini qaytadan yelinjashga boshladi. Buyuk Saidiya taxti Shahzoda Yo'lbosxondek osi, mulhid taxt o'g'risi emas. Janoblardek istidodli shahzodaga barliq musulmon ummatlarini hidoyat yo'liga boshlab, saodat ishiklarini ochquchi ahli sulhning bahodir homiysiga mansub bo'lish kerak edi. Hala bugungi kunda buyuk taxt saltanatni ota qarg'ishga mahkum bo'lgan, o'z qarindishining xunini ichgan sharobxo'r bilan Xo'ja Hidoyatullohga o'xshash ishqiyachi nomusulmonlarning kattasi egallab, el-raiyatga chidog'siz azob zulmdan sanmoqda. Avomning pig'oni talakka yetdi. El yurtning beshiga tushgan bu kulfatlarni Alloh egam, avliyo janoblarining adolat qilishi orqali dafi qilishdan bishorat berdi. Navada Oqsuda kichkina yurtning noib amirligiga shukr qanoat qilib o'tiraveradigan bo'lsalar, hisobsiz gunohi kabir sodir qilgan bo'ldilar. Bu gunohlarga bizlarga Maxtumzoda Valiyulloh piri buzurg bormi, sherik bo'lib qolaman. Qarab o'tirmay, darhol adolat qilishlarini yalang'ochlasizlar. Menimi ham o'zlarini bu gunohi kabirdan tezroq soqit qilsalar. Deb oldiratdi Xo'ja Abdullah Ismoilxonni vasvasiga serib. Eshonning bu madad bishoratlari Ismoilxonning yuragidagi ojiz pilildab turgan cho'g'ni hadab yelpib yelinjitdi. Eshonga aniq bir javob bermagani bilan xiyollari tinchsiz edi.
piri buzurik rastlaydi. Aslida Saidiya taxti azaldan davomlashib kelayotgan qoida yo'sin bo'yicha akam Sulton Abdullaxondan keyin cho'ng inisi bo'lgan manga mansub bo'lish kerak edi. Akidan keyin inisi taxt varisi bo'lish azaldan bo'an'an edi. Ammo akam Sulton Abdullaxon bu qoidani buzib, cho'ng o'g'li Yo'lbosxonni valiahd qildi. Meni va inim İbrahim xonlarni xavfli dushman, ishonchsiz mahram qatorida ko'rib, chalish, kuchar qatorliq tashqi urush paraganchiligiga to'la yuz berib turadigan yurtlarning amirligiga tayinlab, qolgan hisobda o'rnidan chatlashtirdi. Garchi ko'nglimda qoyil bo'lmasammi, bu dard alamlarga chidashga majbur bo'ldim. Akam Abdullaxon qobiliyatsiz o'g'illaridan vafo ko'rmagandan keyin qarindoshlarining ko'ngli xazinasi o'z saltanatini mustahkamlash uchun menga bu Oqsu diyorini suyrg'al qilib bergan bo'ldi. Hamon bir kuni fursat navbat kelib qola deb sabr qilgan edi. Haqiqatan sabrning tegi oltinga. Mana piri buzurik Maxtumzoda tezroq Ostonaga lashkariy yurish qilib, Saidiya taxtini tortib olishimni oldirdi. Men ham shunday qilganman. Ammo qaramlik qilishga bo'lmaydi. Shahzoda Yo'lbosxonni salchoqlashga texmi bo'lmaydi. Lashkarlarim oz. O'z vaqtida Ostonaga lashkar yetkash yorlig'ini topshirib olganda, akam Sulton Abdullaxonni shubhilanib qolmasin deb bir tuman xillangan otliq lashkarimni Ostonaga yo'lga selvetib to'limi xato qilgan ekan. Endi oldirmay puxta tayyorlik ko'rish kerak. Chalishning noib amri inim İbrahim xon bilan Ushturponning noib amri jiyanim Muhammad ibn Bahodir xonlar bilan maslahatlashishim, ularning yordamiga tayinishim kerak. Yana bir tarafdan Ostonaga oyg'oqchi mandirib, jiyanim Yo'lbosxonning lashkari ahvolidan to'liq xabardor bo'lishim kerak. Qoldi ishlarni kengash bilan muvofiq bir izoh soladi. Ismoilxon bir tarafdan Ostonaga sovg'a salomlar bilan maktub avatib, jiyani Shahzoda Yo'lbosxonning Saidiya taxtida xoqon bo'lib o'tirganligini muboraklab, uning ko'nglini tinchitsa, yana bir tarafdan sarkardalarni Oqsu tavasidagi har qaysi kanit qishloqlargacha avatib, ko'plab lashkar qabul qilib, puxta mashqlantirib, Ostonaga yurishga to'liq tayyorlik ko'ryapti. Inillarimo uningga hamdamda bo'lishga va'da berib, har biri 2000 dan otliq lashkar va 1000 dan egar jabduqlari bilan jang eti avatgan edi. Shundaqdimi Ismoilxon muvofiq bir lashkariy yurish vaqtini bekitmay orsalda bo'lib turyapti. Bugun Ismoilxon Mahkama beg'ining sharqidagi hashamatlik ravaqda sagidab o'tirg'ach, oldiga qo'yilgan rahiliga egilgunicha Alshir Navoiyning Mahbubul Qulub nomli mashhur kitobini o'qiyotdi. Gohi topdim falakdan noto'g'riliq, gohi ko'rdim zamondan kamiralliq. Basi issiq so'g'uq ko'rdim zamondan, basi ochiq chuchuk topdim jahondan. Ismoilxon bu katta asarning nasri shaklda yozilgan go'zal bayonlarini, falsafiy axloq qarashlarini, ilmiy yakunlarni o'zini unutgan holda berilib o'qisa, org'i qistirilgan ruboiylarni, qisqa beyitlarni huzurlanib o'qiganda ixtiyorsiz ovozini o'llik chiqarib, hayajon bilan deklamatsiya qiladi. Gardun menga gohi jafo va do'llik qildi. Baxtim kabi har ishda zabullik qildi. Goh kam sori rahnamullik qildi. Alqsa basi bu qalamullik qildi. Ismoilxon bu kitobga maftun bo'lib qolgan bo'lib, hozirgacha qancha qatim takror o'qiganini bilmaydi. Shu sababli asar ichiga qistirilgan ruboiy beyitlarni yodi biladi. Shu topda u kitobga cho'kib ketgan bo'lib, rahiga ingishib muhjibli qolgan edi. Shu asnoda chiroyli to'qilgan apchiligini yo'lg'un sevatda o'zmi ko'tirib kelgan xos mulozimi uning diqqatini bo'lib o'tdi.
Bağdaki üzme pişip qaptike. Şahzade aliylerini eğiz deyip bakan diken deb üzüme kelgen edim. Dedim mulazim sevetni şirege avaylap koyup. Bodeklerini tallap bir taldan avaylap üzülgen appak üzmelerge şondaqlı qarıgan adamның iştahası etilip ağzına seyrek su keletdi. Üzme bulaq suyda avaylap yuyulgan bolup quyosh nurida vol-vul qilib yaltiraydi. İsmailxon üzmüdün bir tal elip ağzına saldı. Şu haman muzdek üzme ağzıda erip şerin tami lavlarida qaldı. O üzümünü iştaha bilen yemekçi bulup kolunu uzattığı iyisiga bir iş kelgandek bir dilda to'xtab qoldi. Berib, Malika muhtaram xonimni darhol chaqirib kel. Dedim mulozimga qarab. Ismoilxon üzümünü ko'rib, Malika muhtaram xonimga qisinib qolgan edi. Ajab, ilgirkidan kam didor bo'lib ketdi-ku bu Malika. Nemiştani qilib yurdi ekan ta. Aldirish vaqtlarda bemahal kelib odamni avar qiladi bo'lmasa. Ismoilxon shularni xiyoldan o'tkazgach, yana kitobga yengishdi. Malika Xonzoda xonim fojiasidan keyin ko'ngli parishon bo'lib, Turpondagi ota-onasining qishig'i ketmoqchi bo'lgan Malika muhtaram xonim Sulton Abdullaxon bilan xo'shlashib, Ostandan yo'lga chiqqandan keyin tog'isi Shahzoda Ismoilxonni yo'qlab o'tmoqchi bo'lib, Oqsuda to'xtagan edi. Tog'i jiyan qayta ko'rishib, bir-biriga obdalla ichakishib qoldi. Malika muhtaram xonim Ismoilxon bilan birga shikarga chiqdi. O'qiya yetishdi baslashdi. Jangbozlik, chavandozlik mahorati ko'rsatdi. Şahmat o'ynadi. Malika Oqsudimi o'qiya yetish, shahmat o'ynash, ro'sinxat yezish mahorati bilan tog'isi Ismoilxonning hurmatiga e'tiborlashiga nohil bo'ldi. Malika muhtaram xonim Ostondagi vaqtida ordu kutubxonasidagi bir qism kitoblarni Turponga og'ashga yetish maqsadida bir nusxadan ko'chirib olgan bo'lib, liq bir harbiy kitob ilib mangan edi. Bu kitoblar aslida ilm qumar Ismoilxonning diqqatini tortdi. Bir-birlab ko'rib edi. Bu kitoblarning ortida o'zi tek ko'rib baxmagan bir qism kitoblarning borligini bildi. Bir nusxadan ko'chirilmoqchi bo'ldi. Ana shundoq bir talay sabablar tufaylidan Malika muhtaram xonim Oqsuda turib qoldi. Shirali Bahodirning jangbozlik mahoratiga qoyil bo'lgan Ismoilxon oningga alohida iltifot ko'rsatib, Oqsuda turib qilishga ko'ndirdi. Lashkariy mansab berib, Ostondan bola chaqinlarni akaldirib berdi. Alisher Navoiyning Mahbubul Qulub nomli bu shahona asrimi Malika muhtaram xonim Ostondan akalgan kitoblarning biri edi. Bilmaganni so'rab o'rgangan olim, orlanib so'ramagan o'ziga zolim. O'rgan urdin qochqon lavan, amgak tortib o'rgangan hardaman. Malika muhtaram xonim boq kirib, o'zini unutgan holda kitobga berilib ketgan tog'isiga qarab, Mahbubul Qulubdagi yuqorqi nazmini deklamasiya qildi. Bu deklamasiyani anglab, Ismoilxon beshini asta ko'tardi. Kitobdagi yana bir nazmini javoban deklamasiya qildi. Ilm o'qib qilmagan amal maqbul, dona sochib ko'tarmadi mahsul. Deklamasiya oxirlashib, har ikkisi qaqoqlab kulishib ketdi. Meni chaqirtibdilar amarata. Farmonlarga binoan paloqlab kelishi, dedi Malika muhtaram xonim tog'isiga agilib. Ostondan ayrilgan ozg'ini kam 2 yildan beri Malika muhtaram xonim xelil bo'y tortib, o'sin jamoliga boshqacha to'lib ketgan edi. Ammo bolalar sho'q, tantak, so'zman xususiyatini faqatli tashlamagan edi. Yozning tunji ne'matiga billa eg'iz tegaylaydigan edi, dedi Ismoilxon sevatdagi o'zini imo qildi. Silataqi yozning ujmisini amdi ko'rga o'xshamamda ota, dedi Malika Shiraning qishig'iga kelib o'tirgach. Ahvoldan qaraganda Malikam allı burulla yengiliqi eg'iz tegib bo'pti ekanda,
dedi İsmailxon kulib. Mulozimlarmi Malikamning ko'nglini elishni obdan biladi bo'lmasa, ha? Sizga eg'iz tekizmay turib, bizga beramti o mulozimlar, dedi Malika yolg'ondan chiroyini ko'rishtirib. O'zim buzib yedim. Ashpaqligingizni qarmandigan Malika. Oshni ko'rganda iymon qechibdi deb, mendek tog'ingizni qishqirib berishni unutibsiz-da. Sizni qishqasammi kammaytili, dedi Malika muhtaram xonim kulib. Nimishqa? So'radi İsmailxon qiziq. Chunki men sizni shoq chiqib turib, uyimni yeyishga taklif qilsam bo'lmaydi-da. Ko'p qismdan bo'lmasa sizlarga. Shoqqa o'zingiz chiqib uymaydingizmi? So'radi İsmailxon taajjub bilan. Ha? dedi Malika baharaman javob berib. Uymi deganni shoq qo'nib o'tirib yemasa, uymi yegandek bo'lmaydi o kishi. Qilgan qilig'ingizni ko'rmamdigan sizdan, dedi İsmailxon Malikaning sho'xligidan suyunib. Sizni-da nima desam bo'lar qizim? Ya Malikaga o'xshamaysiz, ya Shahzodaga. Navada uymi shehidan yiqilib tushib, bir yeringizni so'ndirib olgan bo'lsangiz, enim Sultan Said Boboxonga nima deb javob beradi o'g'ayta? Alla uymi yeb, qo'sig'ingizni og'irtib olgansiz tayinliq. Ular ani shu yusunda muңdishib o'tirib, sevatdagi uymini yeb tugatdi. Mulozim ularning qo'liga yana bir qatim suv berib, qo'l chayqatgandan keyin dasturxonni yig'ishtirdi. Uyimni mo yeb bo'ldik. Boshqa ish bo'lmasa, men qaytay, dedi Malika o'rnidan turishga taraddudlanib. O'tiring. Sizga deydigan gapim bor, dedi İsmailxon Malikani to'xtatib. Ayting qizim. Yaqindan beri ajab mendan qochadigan bo'lib qoldingiz-ku. Ko'nglingizni ranjitib qo'ymagandimi? Sizdan nimishqa ranjigidekman ota, dedi Malika kulib. Amsa ajab, buni o'zlari biladilar, dedi Malika yana o'zini kulkiga zorlab. Men bilanmadim. O'zingiz ochiq javob bering, dedi İsmailxon. Desam, ranjib qoladimki? Ranjimayman. Ma'qul amsa, dedi Malika o'rniga qaytib choplashib o'tirdi. Aslida sizlar so'rmisizmi demoqchi edim. Ammo muvofiq fursat topolmay yuribdim. O'zlari gap teshib qoldilar. Ko'nglimdagini qisqiladi. Qog'inni o'zlari bilib olsalar. Yaqindan beri sizlar ashu kelgunda ishon bilanlar bo'lib ketdilar. Hatto sir asrorlarini mo yurishirmas bo'ldilar. Men saltanat, yurtchilik ishlarida ba'zi bir ahvollardan toza xabardor bo'lmasam-mu, ammo bu tejaman inshaalloh nari paydo bo'lsa shu yerda jangi jadal bo'lganligini, el yurtning tinchligi buzilganligini obdan bilma. Bilqut xazinalaringizni yig'ing. İsmailxon birdilla qatqinib turdi. Butkul el yurt, avliyo azam deb hurmat qilgan pari buzurug azizlarga til tekizishga qandoq petindingiz? Buning kechirgisiz gunoh ekanligini bilmamsiz Malika? Ul avliyoning avliyo ekanligini yaratgan egam o'zi biladi, dedi Malika muhtaram xonim xotirjam holda. Bayam sizni ranjib qollar degan edim. Rostila shundoq bo'ldi-ku ana. Mening ko'nglimni tushuning qizim, dedi İsmailxon xiyolchanlik bilan. Saidiya saltanatini barpo qilguvchi taxt sohibi jannat makon baboi buzurgimiz Sultan Saidxon oliylaridan tortiblar. Bu pir buzurglarga qo'l berib, ularni pir ustoz tutgan ekan. Bu azaldan davomlashib kelgan edi. Biz ham bu udundan bosh tortmaymiz. Ularsiz saltanatning tinch osoyishligini tasavvur qilolmaymiz. Biz har qachon ularning duogo'ylikka muhtojmiz. İsmailxon ko'ngildagini yo'shirmaydi aytdi. Ammo o'z so'zlik Malika muhtaram xonim qoyil bo'ldigandek emas edi. O'zini ahli shariatning yo'lboshchisi, ahli sulhning peshvosi deb atib olgan ul ishonning biror maqsad muddaosi bo'lmasa, shuncha haraj tortib oqsug'i kelmas, o'zlarini sulhga da'vat qilmas edi.
Xudoning zaminning xohlagan bir yerda o'tirib, el-yurt, saltanat uchun xolis duogo'ylik qilsa, yaratgan egam maqbul ko'raverdi emasmi? Ismoilxon Malika Muhtaram xonim bilan munozirlashishni xohlamadimi? Yoki Malikadan rostilla ranjib qoldimi? Aytavur. Rahildagi kitobga qaragan bo'lib, jimni turib oldi. Men sizga aşı kitobdagi durdanlardan 2 kalima so'z hadiya qilay, dedi Malika Muhtaram xonim ko'zini yiroqlarga tikib turib. Alshir Navoiy Hazratim bu shohona kitobida bir qism barcha xuy payli hiyligarlik va jami harakati g'arazlik aldamchi dindorlar, shayx mollalar haqida mundaq bayonlarni bergan ekan. Yaktiki uning ayibni yopquchi yaktikining har bir gipi aldamchilik chaqida ig'irlagan tasvir sirmig'i rangvozlikdir. Uzoq namoz o'qimig'i kishiga ko'rsatish uchundir. Qo'la bilan salla ul hazratga davlatdir. Uzun sangitildigan salla uchi tulki quyrug'idan bergan. Mahalsiz chiqqan ovozlari nihoyat so'g'uq, go'yoki vaqtsiz qichirgan tovuq. Malika Muhtaram xonim bu parchani o'qib bo'lgandan keyin o'rnidan turdi. Ismoilxonga tavazzu bilan salom berdi. Kechirsizlar ata. Men bu so'zlarni ul ishon piri buzurqqa taqqoslamoqchi emasman. Ammo tuyuqsiz do'stlik, sadoqatmanlik ko'rsatganlarning niyat, muddo maqsadlarini bilib beqaroq sir asra bo'lgan yaxshi. Ortiqcha so'zlab ko'ngillarga bezovita qilib qo'ygan bo'lsam, afu qilg'aylar. Malika Muhtaram xonim bo'lani deb bo'lib ketib qoldi. Onun bu so'zlari Ismoilxonning ko'ngil oromini buzib o'tgan edi. Anglayotganlar Beliqut to'ridan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Ishonning kun atlab to'xtamay daydayga selishi bilan Oqsu amiri Ismoilxonning ostoniga lashkar tortib berib, taxt saltanatni tortib olish orzusi kun sayin eshib bormoqda edi. Shu kunlarda u o'zini Saidiya taxtini tortib olishga haqli deb qaraydi. Shunga u lashkariy hozirliklarni borgan sari kuchaytirib, puxta tayyorlik ko'ryapti. Ammo ha deganda bu lashkariy yurishning g'alabasiga toza ishonch qilolmay, ikkitoyim bo'lib qolyapti. Shahzoda Ismoilxonning xiyollari temizsiz, ziddiyatlik ham she'r, ham kuchmal edi. O'ltir suqupsi qilgan xiyollarning hammasi ashu saltanatlik oltin taxt bilan munosabatlik edi. O lashkariy yurishning mushaqqatini, xiyim xatirini, jiyani Shahzoda Yo'lbosxon bilan bo'lgan jangning g'alabasini ham mag'lubiyatini, taxtda o'tirgandan keyin amalga oshirmoqchi bo'lgan planlarini hammasini xiyol qiladi. Oldingi xiyoldan keyingi xiyoli ko'proq ham shirin edi. Vujudiga tugumas lazzatlarni beg'ishlaydi. Taxtda o'tirgandan keyin Ostona, Qashqar, Xotan, Oqsu, Kucha, Ko'rla, Marolbeshi, Cholish, Serqul qatorliq muhim yurtlarga kimlarni amirlikka belgilash haqida oldin o'ylab qo'yganlarimi bor edi albatta. Ana oshundoq tinimsiz shirin xiyollarning allaylishida o'tirgan Ismoilxonni shipirlab kirib kelgan o'daychining qadam tovushi cho'chitibdi. Ma'lum bo'lg'ay, ostondan kelgan bir mehmon oliylar bilan ko'rishni talab qilyotdi, dedi o'daychi qo'l bog'lab beshini tuvan solganicha. Ostondan kelgan mehmon? Ismoilxon bir oz ta'ajjublandi. Kimga u? Nom amalni ma'lum qilishni xohlamadi. Oliylarga ma'lum qilib qo'ysalar, ko'rishadigan muhim ishim bor deydi. Chorsoqol, baslik, 60 yoshlarga kirgan odam ekan. Gap so'zlardan odatdagi odamlardek qilmaydi-ku. Ism martabasini ma'lum qilishni xohlamagan bu mehmonga Ismoilxon birdinlik qiziqib qoldi. Undaq bo'lsa, bir ozdan keyin kutubxonaga boshlab kirsizlar, dedi Ismoilxon. Xo'sh, dedi o'daychi kayniga qaytdi. Ismoilxon dastoribchining yordamida ustuvoshlarini qaytadan yengushladi.
naib va amirlikning belgisi bo'lgan boshmaltoqchilik cho'nliqdagi go'har taqilgan sallisini kiyib kutubxonaga qarab maqdi. Ancha hayol qolmayla Rödaychi yeliqi mehmonni boshlab kirib keldi. Assalomu alaykum, shahzoda oliylari. Arzimas ehtiromimni qabul qilg'aylar, dedi yeliqi mehmon Ismoilxonga cho'nqur salom berdi. Va alaykum assalom. Xo'sh keliblar. Aziz mehmon, dedi Ismoilxonmo salomni ilib. Mehmon bilan Soyibxonning ko'zlari bir necha daqiqa uchrashdi. Tonish chiroy ko'ringan mehmonga sinchilab qaragan Ismoilxon birdilla sakrab turib ketdi. "Voy, sizlar Mirzo Bobogbek Amir janoblari emasmi? Meni aslardan chiqarib qo'ymaganliklariga ko'p tasanno shahzoda oliylari", dedi Mirzo Bobogbekmo Ismoilxonning oldiga yugurib. Mehmon bilan Soyibxona quchoqlashib ko'rishdi. Mehmon rostilla Ostona amiri, qo'shimcha Ostona muhofizachilik qo'shinining amir lashkari, Sulton Abdullaxonning yaqin ishonchli odami Mirzo Bobogbek edi. "Tinch omon keldimi, amir?" deb qaytadan ahvol so'radi Ismoilxon mehmon bilan birga o'rin olgandan keyin. "Bu g'ayribona yurtga qandoq shamollar uchirib keldi o'zlarini?" "So'zlab kelsam gap to'la oliylari", dedi Mirzo Bobogbek ig'ir o'sinib. "Ostonaga patmagan bu arzimas beshimni elib, oliylarni panohlab keldi." Mirzo Bobogbek locindona, qalampur, yilila va boshqa dori darmaklarni mo'l silib ochiq damlangan zafar choyni so'mirib o'tirib, oqsug'i kelish sababini so'zlashga boshladi. Yo'lbosxon enisi Shahzoda Abdumo'minxonni taxtda o'ltirgan yerda chepib tashlagandan keyin o'zini Yakan Saidiya saltanatining xoqoni deb jakarlab taxtda o'ltirdi. Nima qilarini bilmay xavfsirab, vahimada qolgan o'rda arkonlariga xo'sh chiroy muomala qilib, sarosimga tushgan ko'ngillarni tindirdi. Bu amirning mansab martabasini elib tashlamadi. Ammo muhim yurtchilik ishlarini o'zining Qashqardan billa agashtirib akagan amir sarkardalari bilan kengashdi. Xo'ja Hidoyatulloh Ishonni bo'lsa, alohida hurmatlab taxtning yenidan o'rin berdi. Hidoyatulloh Ishon o'rniga kirsa, qoidani buzib, o'rnidan turib hurmat bildiradi. Taxtga yondosh qo'yilgan shahoni ko'rishga taklif qiladi. Hidoyatulloh Ishon o'ltirmoqcha o'ltirmaydi. Ishonga qilgan har bir so'zida Qutbul Aqtob, Pir Buzurg avliyo, Valiyulloh degandek iboralarni ishlatishni esidan chiqarmaydi. Hatto saltanatni sulhdan mustasno tutishdan iborat otim mezoniga xiloflik qilib, barliq o'rda arkonlarini sulhi ishqiyaga da'vat qilib, Hidoyatulloh Ishonga qo'l berishga majburladi. Azaldan sulhi soqiya yo'lni tutib kelgan xili ko'p amirlar kallallardan ansirab Hidoyatulloh Ishonga murd bo'ldi. Yo'lbosxonga Ishonga yaxshi ko'rinish uchun besotidagi mol dunyolarni, qimmat baholiq buyumlarni ayamay sovg'a qildi. Shahzoda Yo'lbosxonning Hidoyatulloh Ishonning o'rdadagi ko'ni amirlarga bo'lgan muomalasi siliq edi. Xo'sh chiroy muomala qiladi. Amirlarning qasrlariga chaqirgan mehmondorchiliklarga qolmay boradi. Yeydi, ichadi. Bergan sovg'a salomlarini takallufsizda qabul qiladi. Ammo o'rdaning muhim kengashlarida bu amirlar yanada sirti qoladi. Xuddi Yo'lbosxon untuqoqlik kasaliga giribtor bo'lgandek muhim kengashlarda, ishlarda bu amirlarni esidan chiqarib qo'yadi. O'rdada amirlar nisbiy tinchlikqa, xotirjamlikka erishgani bilan bechora, begunoh Ostona xalqi texnichila o'tning ortida yashayotdi. Hidoyatulloh Ishonning ishqiyachi xalifa sufilari sulki soqiya murtlarini tozalash bahonasi bilan kunda degidek odam tutadi, o'ltiradi. Mol mulkini musodir qiladi. Dahshatlik sulh taqibidi. Ko'ch-ko'ylarda qoplab ketgan xufiy payloqchilardan puhrala xotirjam sirtqa chiqolmaydi.
Öz vaqtida Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Eshonning sufi jallotlari Qashqardagi begona oddiy ishqiya murtlarga qandoq zulm solgan bo'lsa, Hidoyatullo Eshonning sufi jallotlarimi Ostonadagi begona oddiy Ishoqiya murtlarga uningdan oshirib zulm silayotdi. Oltinliqum Çeltanlarim mazarlarda tilamchilar to'pi kundan kunga ko'payib. Ordu əmirlərinin heç qaysisi Ostona xalqining bu fojialik qismatlari haqida Sultan Yo'lbosxonga ma'lumot sunishga jur'at qilolmaydi. Chunki Yo'lbosxon Xo'ja Hidoyatullo Eshonning tavsiyasi bilan sulki ishqiya targ'ibotini qo'llab, sulki ishoqiya targ'ibotini cheklash xususida xonlik qonun jasaqqa tuzitish kirgizgan bo'lib, ishoqiya murtlarga ich og'irtish, ularni qanot ostiga elish qonunga xilof qilmish hisoblanadi. Shundoq kishilarning jaddi jamiyati qirilib ketadi. Bu fojialik qismatlarni Xo'ja Hidoyatullo Eshon Yo'lbosxon hokimiyatining muqimligi, tinchligi, osoyishligi uchun deb tushundiradi. Shahzoda Yo'lbosxon bo'lsa, bunga shaksiz ishonadi. O'rdadagi nisbiy tinchlik, xotirjamlik oz kam 6 oy davomlashdi. Bu jarayonda qanot quyrug'ini o'ngishib olishga ulgurgan Shahzoda Yo'lbosxon bilan Xo'ja Hidoyatullo Eshon endilikda asli qiyofatini oshkorlashga boshlagan edi. Bir juma kuni atiganlik qubuldan keyin Shahzoda Yo'lbosxon lashkariy divonning amiri kabir Cho'pik Mirza bilan o'rda ishq og'isi qo'shimcha o'rda muhofazachilar qo'shinining amiri Mirza Tangri Bardibagni tuyuqsizda o'limga hukm qildi. Naq maydonda kallasini oldirib etdi. Bu ishga riyokor amir, dedi Yo'lbosxon chiroyidan dahshat yog'dirib turib. Xonga osiylik qilib, Targ'oni amir bilan xufiyona aloqa bog'labdi. Ularning turalg'isidan shu xususda yozilgan qora xat tepildi. Hamda kimki buyuk saltanatimizning ulini ko'lab, munofiqlar ish-harakatlar bilan shug'ullandi ekan. Ularning kim bo'lishidan qat'iy nazar, hatto janobi xon otamning e'tiborlishiga erishgan amirlardan bo'lishiga qaramay kallu selindi. Qilcha rahim shafqat qilinmaydi. Jaddi jamiyatgacha qirib tashlandi. Yo'lbosxon dalil isbot sifatida qo'ynidan bir parcha xatni elib qo'llanib qo'ydi. Qattiq rahimidan kallullarning qayg'usida qolgan amirlardan hech qaysisi u xatni Yo'lbosxonning qo'lidan elib ko'rib beqishga petinolmadi. Xatning mazmuni Amir kabir Cho'pik Mirza bilan o'rda ishq og'isi Mirza Tangri Bardibag Farg'ona amiriga Saidiya xonligiga lashkar tortib kelib, o'z tasarrufiga elish taklifini berib, uningga ishchidan moslashadiganligini bildirib xat yozganmish. Farg'ona amiri bularga pat yaqinda Saidiya eliga qarab lashkar tortadiganligini, uninggacha puxta tayyorlik ko'rib turish to'g'riliq xat yozganmish. Bu qora xatning rost yog'anligi noma'lum bo'lsa-mu, lekin Shahzoda Yo'lbosxonning bu ikki amirni o'ltirib etib, bular tutib turgan o'rdining muhim lashkariy huquqini Qashqardan agashtirib kelgan o'zining sarkardalariga elib bergani amaliyat edi. Cho'pik Mirza bilan Tangri Bardibaglarning o'limi ishning muqaddimasi edi. Shuningdan keyin o'rda arkonlarining orasida osiylar pat-pat chiqib turdi. Yo'lbosxonmi rahimsizlik bilan ularning kallasini elib, ular tutib turgan mansabga o'zining yaqinlarini bir-birlab qo'ydi. Ozg'inikan 2 yil ichida Sultan Abdullohxon davrida mansab tutgan o'rda arkonlarining 10 dan 9i osiy bo'lib ketdi va yengilandi. Mana endi o'zining bara-bara yolg'iz qilayotganligini sezgan Ostona muhofazachilar qo'shinining amir lashkari Mirza Bobobayning ko'ngliga shak tushishga, kallasidan ansirashga boshladi. Shundaqdimi u har bir qadamini avaylab puxta besib o'tadi. Uzun mezgil Ostonaning amirligini, Ostona muhofazachilar qo'shinining amir lashkarlik mansibini ustiga elib kelayotgachqa, Ostona xalqi orsidimi va xillangan bir tuman Ostona muhofazachilar qo'shinining sarkarda lashkarlari orsidimi yuksak hurmat obro'yi bor edi.
Ostona fuqarolari bu peshqadam amirning odilligi, adolatparvarligi, ojiz kambag'allarning holiga yetadiganligi haqida maqtishib hikoyalarni to'qisa. Ostona muhofizatchi qo'shinidagi sarkardalar bu peshqadam sarkardaning jangbozlik mahorati va lashkariy tadbirining yeganligini ta'riflashib, uni marhum amir Kabir buyuk harbiy sarkarda Hinduqush Mirzaga taqqoslaydi. Shahzoda Yo'lbosxon bilan Xo'ja Hidoyatullo Ishonmi Ostona xalqining qo'zg'alib ketishidan, shu sababli taxt saltanatga xavf yetishidan ansirab, bu peshqadam amirga so'g'uq qo'lini uzatmay ilojisiz tayid kutib Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Ishonning Oqsuga qochib ketib, Oqsuning noib amiri Shahzoda Ismoil xonning homiyligiga erishishi va nurg'ulg'an Soqiya murtlarining qochib berib Oqsuga to'planishi Yo'lbosxon bilan Hidoyatullo Ishonning o'g'isini qaynatib, ko'ngil oromini buzib o'tgan edi. Shunglashqa ular 2 yildan beri aholini lashkariy majburiyat o'tashga zo'rlab, Oqsuga jazo yurish qilish uchun 2 tumandan ortiq lashkar to'plab mashq qildirib o'tadi. Bu yil bahor kirgandan beri ularning lashkariy hozirliklari barg'on siri kuchayib berib o'tadi. Har qitimliq o'rda kengashida Oqsudagi Soqiyachi Osiy murtatlarni jazolash tadbirlari muzokara qilinmay qolmaydi. Bir kuni atiganlik qubuldan keyin Shahzoda Yo'lbosxon Ostona amiri Mirza Boboqbeyning buyuk Saidiya xonligi uchun ko'rsatgan katta tuhfalarni bir oza maqtagandan keyin uning ko'rsatgan ajr tuhfasini tortiqlash, iqtidorini texmi yaxshi joriy qildirishga sharoit hozirlab berish uchun uni arkoniy davlatlik martabasiga ko'tarilganligi haqida yorliq jakarladi. Kutilmagan bu katta shon sharafdan Mirza Boboqbek bir hazo tush ko'rgandek bo'lib turib qoldi. U Sultan Abdullaxon davridan boshlab hech qanday bir amirni arkoniy davlatlik martabasiga ko'tarmay, bu katta martabani o'zining xonlik martabasiga birlashtirib hokimiyat yurgizib kelganligini obdan biladi. Endi Sultan Yo'lbosxon qoidani buzib, bu katta martabani Mirza Boboqbekka taqdim qilg'isi kelib qopti. Arkoniy davlat, Mirza Boboqbek oliylari yorliq topshirib olg'ay deb to'lida yorliqchi elig'ichi xiyol surib turib qolgan Mirza Boboqbek qarab. Xon oliylarining shafqatiga hashqallah dedi Mirza Boboqbek yorliqni beshidan egiz kirtirib. Dilqut xazinasi Ostonaning amirligini, qo'shimcha Ostona muhofizatchilar qo'shinining amir lashkarligini hozircha Qutbul Ahtob Pir Buzurik Xo'ja Hidoyatullo Ishon hazratlari vaqtliq ustiga olg'ay dedi Yo'lbosxon og'zaki yorliq chakarlab. Yorliqni anglab Hidoyatullo Ishon mamnunlik bilan chiroyiga kulgi yugurtib qimirlab qo'ydi. Ammo arkoniy davlatlik yorlig'ini tutib turgan Mirza Boboqbek tuyuqsiz beshidan bir chelak so'g'uq suv quyayotgandek cho'chib ketdi. Yuragi dukurladi. Mirza Boboqbek shu kuni o'rnidan chiqqandan keyin qasrga qaytib kelib uzoq o'ylandi. Buning ustulik bilan qurilgan bir to'zoq ekanligini tushunib oldi. Oqsuga yurish qilishga tamshilib turganda orqa sapdan xotirjam bo'lolmay Hidoyatullo Ishon bilan xili uzoq bosh qotirib yurib, mana mushu arkoniy davlatlik hiylisini o'ylab topgan edi. Ostona amirligi, Ostona muhofizatchilar qo'shinining amir lashkarligidan iborat ma'muriy va lashkariy huquqdan ayrilgan Mirza Boboqbek tabiiy yo'sinda atrofidagi sadoqatman qo'llig'ichilardan yiroqlashadi. Arkoniy davlatlik martabasi amaliyotda bir nomi ulug', supurisi quruq mansab edi xolos. Bundaq ahvolda Mirza Boboqbekning kallasini har qachon og'il bo'ladi va bu ishdan uni qo'llig'ichilari o'z vaqtida xabar topolmaydi. Uningcha Hidoyatullo Ishon Ostona muhofizatchilar qo'shinining sarkardalarini almashtirib ulguradi. Mirza Boboqbek mushularni o'ylab yetganda yana bir qatim qattiq cho'chidi. O'zining mahshar kunining yaqinlab qolganligiga ishondi.
bu bala qazadan qutulishning birər əpçil çarəsini tepiş üçün ordağa betap bulub qalğanlığı haqida ma'lumot yo'llab etib, uydan chiqmay yetib oldi. Bu jahonning koridan tashlab qochqin bordan debla, Amir axir, dedi Mirza Bobobayning bayonlarini anglagan Ismoilxon kulib ketdi. Ya hazrat, bu Yo'lbosxon bilan Hidoyatullo Eshonning yelimikli nima degan ko'p, Vay, şunu desiler alileri, dedi Mirza Bobobek piyoldagi soğuk qolgan choydan o'tladi. Oqsuvi kelib, janoblarini panohidosh qaroriga kelgandan keyin Ostona qo'lqidagi sarkardilarning yordami bilan bola chaqamni elib, udulib bu tarafga yugurdi. Balki Yo'lbosxon mening qochqinimdan kechikib xabar topgan bo'lsa kerak, yoki qo'g'lab kelgan lashkarlar yetishilmadimi ta ularga yo'liqmadi. Her narsa bo'lsa, Alloh egam tinch amonlikni beribdi, dedi Ismoilxon xo'sh bo'lib. Sizlar bundoq bexabar bo'lib o'tirishil bo'lmaydi, olilar, dedi Mirza Bobobek muhim bir ishni esiga. Yo'lbosxonning jazo yurish qilg'uchi qo'shini Oqsuga qarab yo'lga chiqib bo'ldi ehtimoli. Darhol hozirlik ko'rib qo'ymasil bo'lmaydi. Xotirjam bo'lsa, Amir janoblari, dedi Ismoilxon chiroyini o'zgartmay. Bizning tayyorliklarimizni xelidan beri kutib qolgan. Yo'lbosxon kelmasimi, men boratdim. Hozirli farmon chiray. Oqsuv lashkarlarimi bugunli Ostonaga qarab atlansin. Zinhor unda qilmag'aylar xonata, dedi bayatdan beri ishikdevida bularning parig'ini anglab turgan Malika Muhtaram xonim bo'sig'idan atladi. Biz Ostona lashkarlarining kelishini kutayli. Uzun yo'l besib, yerib charchab holdan ketgan lashkarlarni mag'lub qilmoq texmasa. Oy, bu Malika Muhtaram xonim emasmi? dedi Mirza Bobobek o'rnidan turib Malikaga ehtirom bildirdi. Rost aytdilar Malika. Biz lashkarlarimizni yo'l mangdirib hozir qo'ymayli. Mayli, shunday qilaylamsa, dedi Ismoilxon qo'shildig'ini bildirib va Malika Muhtaram xonimga qarab ko'rdi. Men texe Malikamni jangnomalarni so'zlashni biladi deb o'ylab ekanman. Lashkari tadbirdimi istidodi bor emasmi? Malika jangbozlikqa mohir, dedi Mirza Bobobek va Ismoilxonga ayni yeri Malikaning Hindukush Mirza bilan Qashqarga jazo yurish qilib berib, qizining u tarafidagi soyda Mirza Yusufbekni o'qiya etib yiqitib, nayzi sanjib o'ltirganligini hikoya qilib berdi. Bundoq ishlar bormi texe? Ajab menga so'zlab bermabsizga qizim, dedi Ismoilxon. Sizlardan jangga qatnashmaganligimni so'ramagan do'stlar, yana texe ha degandila meni yo Malikaga, yo shahzodaga o'xshamaydi deb tanbih beryapsizlar. Bu ishlarni qandoqmi deb beray sizlarga? Malikaning bu so'zini anglab Ismoilxon bilan Mirza Bobobek qaqoqlab kulib ketdi. Anglayotganlar Beliqut to'ridan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Ostona. Atiganlik qobulga chiqqan Sultan Yo'lbosxon Shohinshinga salomga kelgan o'rda arkonlarining orasida arkoni davlat Mirza Bobobekdan boshqa yana bir qancha amirlarning yo'qligini ko'rib ajablandi. Bir qancha amirlar salomga kelmabdi-ku, so'radi Yo'lbosxon qopqinib. Xon oliylariga ma'lum bo'lg'ay, dedi divondagi oldiga chiqib xonga tavazzu bilan salom qildi. 3 kun avval arkoni davlat Mirza Bobobek janoblari betop bo'lib qolganligi uchun o'rdaga kelinmaydiganligi to'g'risida ma'lumot yo'llabdi-ki. Buningda xabarim bor, dedi Yo'lbosxon qo'lini chirdi. Boshqa amirlarchi? Ularni betop bo'lib qolibdi. Tuningacha ma'lumot yo'llagan edi. Shundaqmi? Yo'lbosxon gumonsirgan holda o'rda arkonlariga takshi nazar tashladi.
Bugun Shoyinchingga salomga kelgan amirlarning hammasi degidek Yo'lbosxonga ergishib Qashqardan kelgan yoki Yo'lbosxon yangidan mansabga tayinlagan amirlar bo'lib, dadisi Sulton Abdullohxon mansabga tayinlagan ko'ni amirlardan birimi yo'q deb qiladi. Bu ish uni birdilla gumonga soldi. Tova. Bularning hammasi tangli og'rib qolmaganda yoki biror o'yin o'ynavatamda menga bu to'ydirmay. Yaqindan beri Oqso'g'i lashkar tortishi bilan bir oz oldirash bo'lib qolib, ularga bo'lgan nazoratni sustlashtirib qo'ydi. Aslida Oqso'g'i lashkar tortishdan avval Mirza Boboqbay qatorliq bu amirlarni bartaraf qilataman deb o'ylagan ekanman. To'g'ri. Ularning rost yoki yolg'on bitap bo'lib qolganligini tekshirib beqish kerak. Yo'shununcha biror shumliq planlayotgan bo'lmasa yana. Ularning lashkar va avom orsidagi inovati bak yo'qori. Har holda ehtiyot qilgan tuzuk. Divan begi, seni Bekavulbek bilan bir ozdan keyin Shahoni sovuq salomlarni tayyorlab, Arkoni davlat Mirza Boboqbay qatorliq betop bo'lib qolgan amirlardan ko'ngil so'rab kelsizlar. Yana ordu tevipini billayapsizlar. Ularning qanday kasal ekanligini bilib kelsin. Shundan burun bu ahvoldan menga ma'lumot berishgaylar. Xo'sh, Bilqut xazinasi. Divan begi bilan Bekavulbek Shahoni sovuq salomlarni bir necha mulozimlarga ko'tarib, avval Mirza Boboqbayning qasriga keldi. Qasr darvozasidagi yo'g'on qulupni ko'rib bir oz taajjublandi. Atrofdagi qo'lim qo'shnilardan so'rab edi, ular Mirza Boboqbayning nega ketganligini bilmaydiganligini. 3 kundan beri darvozaning ana shunday qulupliqlik ekanligini aytishdi. Shuning bilan ular bu yerdan boshqa amirlarning qasriga berishdi va bularning darvozasining o'xshashli qulupliqlik ekanligini ko'rishdi. Aslida oldingi kuni O'rda qora divondagi yo'qlamda Mirza Boboqbayning Arkoni davlatlik mansibiga o'tiribla betop bo'lib qolganligidan xabar topgan bu bir qancha ko'na amir Mirza Boboqbayning yangi mansab martabasini qutlash ham kesilni yo'qlash bahonasi bilan maslahatlashib, birlikda Mirza Boboqbayning qasriga keldi. Qasr darvozasiga silingan yo'g'on qulupni ko'rib, dargumonda bo'lishdi. Ammo ortiqcha davron silishmay bu ishning sababini mulohiza qilishdi. Ular Mirza Boboqbayning Arkoni davlatlik katta mansabga ko'tarilgani bilan amaliyotda qo'lda tutib turayotgan xalqning ichki cho'ng huquqidan ayrilib qolganligini, Sulton Yo'lbosxonning Mirza Boboqbayning qo'lidagi amaliy huquqini tortib olish uchun uningga ashundoq qo'ruq o'stangning muratligini berganligini xara-shira his qilishgan edi. Mana endi Mirza Boboqbayning betop bo'lib qoldi deb qo'yib, to'yuqsiz g'oyib bo'lishi ularga berilgan cho'ng bir bishorat bo'lib tuyulgan edi. Mirza Boboqbay janoblarining qechib ketganligini bilsa, Sulton Yo'lbosxon oliylari qattiq g'azablanadi juma. G'azablanib bo'ldi qisg'o maylite. Dard alamini bizdan olmasin deb ansirayotimi? Shundoq. O'rdada osi ketmagan ko'ni amirlardan mushu bir nechimizni qolgan edi. Ahvoldan qaraganda Mirza Boboqbay janoblari biror shartini oldin ola sezib qolgan o'xshaydi. Tova. Amir janoblarining nima qilgani bu? Bizga ko'ngilni xeli yaqin tutib yuradi. Aytmi davatmoqda? Navada o'zlari ashundoq bir shartini oldin ola sezib olgan bo'lsalar, shunda qilamdilar taqsir. Endi deyman-a. Mirza Boboqbay janoblaridan ortiqcha ranjib yurmaydi. Sulton Yo'lbosxonning shumligidan qo'rqib, bizlar emas, butkul ostona xalqi bir-biriga ishonmas bo'ldi. Ma'qul. Menmi bo'lsa har qaysilariga ishongan bo'lay. Endi biz qanday qilamiz? Mirza Boboqbayning qoshqonligi oshkorlansa, eng avval bizdek yaqinlarining kallasi ketish yo'q. O'limimizni kutib turamdiq yoki biror amalni qilamdiq? Albatta, bizmi qochimizda taqsir. Qachonliqqa? Bugun kechdilar.
Әмсә гепimiz gap. Ortiqcha laqılıqlarını almaylı. Olmasa xuddi toyloqchilarning diqqatini qo'zg'ab qo'yamiz. Qasr saroy, mol mulkimiz yo'l bosqanga qolsin. Bizga jinimiz omon qolsili bo'ldi. Bola-chaqlarni-chi, ularni albatta olamiz. Nega bormiz taqsirlarim? Shunimi deyishib olayli. Oqsuga Shahzoda Ismoilxon oliylarining qishig'i borayli. Bilsam bilmasam Mirza Bobobek janoblarimi shu yoqqa ketdi ehtimoli. Әмсә, lafzimiz shundoq bo'lsin. Bugun kech ostona qo'voqlari taqilishdan burun chanmog'idek yasinib, jabdunib shahardan chiqayli. Hammamiz birli qo'voqdan emas, bir necha qo'voqdan chiqayli. Lashkarlar gumonlanib qolmasin yana. Ma'qul әмсә, tag'archida tushayli. Ular maslahatni pishirib tarqalishdi. Safarmanlardan betop bo'lib qolganligi haqida o'rda divon begiga ma'lumot yo'llashdi. Nima? Hammasining darvozasi quluploqlikmi? dedi divon begining ma'lumotini olgan yo'lbosxon chichang'ishib. Mavi hiylagar o'g'irlarni ko'ram. Oxiri tilini bir qilib, jinini yoqqa elib qochibdi-da. Vaqtida joylab etmagan gunoh o'zimizda xon oliylari. dedi Xo'ja Hidoyatullo Eshon yo'lbosxonni boshda sili susut qilgan deb aybligisi bo'lsa-mu, tilining uchidagi gapni teshig'i chiqarolmay. Ul osiylarning kallasini elishni bunchalar kechiktirib o'tmasligimiz kerak edi. Endi bo'lg'iliq bo'pti mana. Mirza Bobobay degan qo'l tulkini arkoni davlatlik martabasi bilan xudini yo'qtib, bexudlashib qolar deb o'ylab ekanman. Bu ish bilan uning cho'chib qilishini nima bilay? Eliqi masaladagi o'ch tarafidan zaharga chilab tosh ustiga qo'yib qo'ygan quyruq mayni ko'rib, bir balasi bo'lmasa, quyruq turamdi toshda deb o'ylab, qo'rsiq echib ketsa-mu, mayni yemay omon qolgan qov tulkiga o'xshash. Mirza Bobobekmi to'yiqsiz kelgan arkoniy davlatlik martabasidan shubhilanib qolgan gap oliylari. dedi Hidoyatullo Eshon hasratlangan holda. Ularni qo'llab tutishga lashkar mangdirayli, dedi lashkari divonning amiri. Hojatsiz, e'tiroz bildirdi Hidoyatullo Eshon. Bekor avar bo'g'inimiz qoladi. Ular tunugungacha yo'lga chiqqan bo'lsa, kechicha ham bugun tushkichi bo'lgan orliqda cho'mildek o'minib maqsimi Oqsoq Maralga yetib boralaydi. Bizning lashkarlarimiz qo'g'lab Oqsoq Maralga berib bo'g'icha o'l qashqullar Maral beshidan o'tib ketadi. Maral beshining o tarafi xon oliylarining tog'isi Ismoilxonning tasarrufida kezimi. Lashkarlarimiz o'l osiylarni qo'g'lab tutimiz deb Oqsuv tavbasiga qadam qo'ysa, Ismoilxonni sagaklashtirib qo'yamiz. Navoda Ismoilxon biror shapini sezib oldin hozirlik ko'rib olsa, jazo yurish qilib Oqsuvni tasarrufimizga olmoqimiz tashki to'xtaydi. Mayli, ular qasdi qichiversin. Baribir Oqsuvga berib to'xtaydi. Oqsuvni qo'limizga olsak, ularning kallasi baribir bizning qo'limizda degan gap. Ajaldan qochib qutulolmaydi. Nihoyatda bir necha vaqt kunning serig'ini ortiqroq ko'rishidi xolos. Xo'ja Hidoyatullo Eshonning mulohizasi yo'lbosxonning ko'nglidagi tumanni biroqla tarqitib etdi. Oqsuvga yurish qilish ishonchisini texmi bak chanatdi. Qutbul Aqtob piri buzrikning deganlari barhaq, dedi yo'lbosxon mamnunlik bilan boshlashdi. Ondaqda eslachi, ey donishmand pirim, Oqsuvga qachon lashkar tasaq bo'lar? Kechiktirishga bo'lmaydi, dedi Hidoyatullo Eshon. Bugun kecha itikofda o'tirib, avliyo mashoyixlar bilan muloqotda bo'lib, ularning bishoratini olay. Ondan darhol farmon tushirgaylar, xon oliylari, lashkarlar atli yo'lga chiqqay. Bo'ladi. Lashkari yurishga ati otlanaydi. Ammo postonni kimga topshirsak bo'lar?
dedi Yo'lbosxon o'ylangan holda. Yoki bo'lmasa, hazratlari lashkari yurishning riyozatini tortib yurmay, ostoniga o'zlari posibanah bo'lib turamni-ya? Yo'lbosxonning bu taklifi Hidoyatullo Eshonga yog'dek yoqqan bo'lsa-mu, ammo Oqsuga ketib berib olgan ashaddiy dushmani Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Eshonni o'z qo'li bilan tutib, kallasini o'z xanjari bilan tenidan judo qilish vasvasasi ostonida qilib qilish orzusidan g'olib keldi. O Xo'ja Abdulla Eshonning Oqsudan qochib ketib, Saidiya zaminda Sulki Ishoqiya targ'iboti bilan shug'ullanib, o'ziga bosh og'rig'i tepib berishdan xavfsiraydi. O bu qatam Oqsuda Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Eshonni o'z qo'li bilan o'ldirib, Ishoqiya sulkini yer yuzidan pok-pokiz supurib tashlashni niyat qilgan edi. Bu mushaqqatli lashkari yurish riyozatini o'zlariga o'nch tashlab berib, o'zim ostonda xotirjam o'tirib rohat ko'rishga qandoqmi yuzimchi desin, qadligohim. dedi Hidoyatullo Eshon asli muddaosini yo'shirib, yog'lini tilishib qildi. Har narsa ko'rsam, oliylar bilan tang ko'rishni niyat qilganman. Ostonning o'rinbosar amiri Xo'ja Sarvoz ishonchlik, sadoqatman murtlarim. Ostonni shu kishiga topshirsak xotirjam bo'larmiz. Qari ustoz Hidoyatullo Eshonning ostondagi rohatlik turmushdan voz kechib, bu mushaqqatli lashkari yurishda o'ziga hamroh bo'lishga niyat bog'laganligidan ta'sirlanib, Sulton Yo'lbosxonning ko'zlariga liqqidi yosh keldi. Shu daqiqada u dadisi Sulton Abdullaxonni eslayotdi. Dadisi navrilarini o'z qo'li bilan o'ltirib, o'g'lining yuragini dog'lab, ko'zlaridan nadomat yoshlarini oqqizgan bo'lsa, mana shafqatli Eshon pir uning jarohatlangan yuragiga malham bo'lib, ashu shafqatsiz dadisidan chora mehribonligi, kuyimchanligi bilan ta'sirlantirib, ko'zlaridan hayajon yoshlarini oqtirmoqda edi. Yo'lbosxon ashu ikki yurak porisining o'ldirilishidagi birdan-bir sababga haqiqiy qotil, qon qarz egisining o'zi avliyo deb cho'qinib chizgan chizig'idan chiqmay, peshida namoz o'qib yurgan mushu hiliga ikki yuzlimichi munofiq va vahshiy jallod Hidoyatullo Eshon ekanligini bilmaydi. Bundoq bo'lishini zinhor xiyoliga keltirmaydi. Bilib qilishimi mangu mumkin emas edi. Chunki har qanday suiqasdning izini puxtalik bilan pok-pokiz o'chirib odatlangan Hidoyatullo Eshon bu suiqasdlik fojiaga bevosita qo'l tiqqan eng ishonchli, eng sadoqatmand muxlislari Molla Soqi bilan Molla Ahmaddan boshqa muxlislarni allaqachon ujuqtirib o'tgan edi. Sulton Abdullaxonda Shahzoda Yo'lbosxonning ikki farzandining qisosi va o'zining shaxsiy o'ch adovati bo'lsa, Xo'ja Hidoyatullo Eshonning oti qisosi bor edi. O ashu yili Qo'sh Gumbazda dadisi Xo'ja Muhammad Yusuf Eshonni Ishoqiyachi sufi darvishlarning zaharlab o'ldirib o'tganligini bilsa-mu, bu o'limning sababkori ayni vaqtda dadisining salimini qabul qilmay, uni Qashqarga qaytib ketishga majburlagan Sulton Abdullaxon deb qaraydi. Cho'nglashqa u Shahzoda Yo'lbosxonni kuch kiritib, Saidiya taxtini tortib olishga muvaffaq bo'lgan bo'lsa-mu, Sulton Abdullaxonning haj qilish bahonasi bilan Hindistonga chiqib ketib, omon qolganligidan ko'p hasratlandi. Ha deganda Yo'lbosxonning yurak yarsini tatlab, yuragidagi dadisiga bo'lgan o'chmanlik o'tining ustiga yog' chechib, sehr afsullar bilan beshini aylantirib, uni dadisidan qisos elish uchun kaynidan qotil avatib o'ldirishga hadab kuch ko'rdi. Ikki farzandining hasrat firog'ida talviga aylangan Shahzoda Yo'lbosxon Eshonning ostibdan yo'l ko'rsatishi bilan ikki nafar kalli kesarni nurg'un oltin kumush bilan Hindistonga mangdirdi. Ular ketib, to'liq 3 oy bo'lganda Sulton Abdullaxonning kallasini Xo'rjonga selib akeldi. Dadisining tenidan judo bo'lgan kallasini ko'rib, Yo'lbosxon birdilla esini topgandek bo'ldi. Pushaymon qilib faryod chekdi va oltinlik mozoriga dafn qildirdi. Ammo
bu fojianing asosli sababkori ashu pir buzurgi Hidoyatullo Eshon ekanligini zinhor xiyollig'imi keltirmadi. Texe Hidoyatullo Eshonning soxta mehribonlik ko'rsatib bergan tasallilardan ta'sirlanib ko'ziga yosh oldi. Eshonga bo'lgan hurmat, ixlosi hasilab oshdi. Sultan Yo'lbosxon bilan Xo'ja Hidoyatullo Eshon qaror qilgan kunda ikki tomondan ortiq otliq va piyoda lashkar bilan bir tomondan ortiq ishqiyachi sufiy lashkarni agashtirib jazo yurish qilish uchun Oqsuga qarab dabdaba as'a bilan yo'lga chiqdi. Anglayotganlar Beliqut to'ridan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Yo'lbosxon bilan Hidoyatullo Eshon boshchiligidagi jazo yurish qilguvchi 3 tomondan ortiq qo'shinning Oqsuga yiqilib qolganligi ahvol bilib kelishga avatgan oyg'oqchilar orqali xabar topgan Ismoilxon darhol yovga taqobil turg'uchi bir tomondan ortiq lashkarlarni otlantirib Oqsu shahrining sirtidan 50 chaqirim yiroqlikdagi soyda qarorgoh qurib taxt bo'ldi. Shu kuni o'tirishdan avval yetib kelgan Yo'lbosxon qo'shinimi Oqsu lashkarlari bilan 5 chaqirim oraliq qoldirib to'xtadi. O'z qarorgoh, Chidir bargohlarini joylashtirdi. 3 tomondan ortiq xon lashkari bu ko'z yetkisiz soyni to'liq egallagan edi. O'z qarorgohidagi kuzatish munorasining ustiga chiqib, yov qo'shiniga nazar tashlagan Ismoilxon shuncha qarabmi yov qo'shinining oxirgi chetiga ko'zi yetmay vujudini g'am bosdi. O yov lashkarlarining bunchola ko'pligini faqatli xiyoliga keltirmagan edi. Nemanchi ko'p lashkarlar bu? Yo'lbosxon butkul qo'shinni boshlab kelgandek qildi. Deb urdi Ismoilxon bargohi oliga qaytib kelgandan keyin ko'ngildagini yushirmay. Ismoilxonning o'ng o'chgan chiroyini ko'rib Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Eshonning qo'rqinishdan chiroyi totirib arvohi 40 gaz uçdi. Beshida Hidoyatullo Eshon qilish tanglab turgandek bilinib, vujudini sovuq ter bosdi. Lavlari titrab, tili gapga kelmay, tasvir siyirayotgan qo'llarimi tuzuk qo'lashmay, titrab turgan diqmoq barmoqlari tasvirning kahravo donichilarini ayirolmay qoldi. Buncha iztirob chekib, sarkarda lashkarlarning jasoratiga aloqat yetkazmagaylar olilari, dedi Mirza Bobobek xotirjamlik bilan. Jangda yemish-yengilish bo'lib turadi. Ammo g'albi nusratni lashkarlarning soni belgilanishi natoyi. Rost, deb gapga luqma soldi Malika Muhtaram xonim. Uzoq yili xon otam Sultan Abdullah xon oliylarining farmoni bilan Shahzoda Yo'lbosxonga jazo yurishi qilgandimi? Endi qo'sh mirza janoblari pand ishlatib, ozg'ina lashkar bilan necha hassi ko'p yov lashkarlarini mag'lub qilgan edi. Shundaqmi sarkarda? Shundaq, dedi ashu qitimliq jangda Yazak qo'shinining sarkardasi bo'lgan Shar'ali Bahodir Malika Muhtaram xonimning so'zini tasdiqlab. Jang tadbirini puxta tuzsaklar, uzoq yo'l jafos tortib, yerib charchagan bu lashkarlarni mag'lub qilmag'imiz tas emas. Amsa yaxshi tadbirlar bo'lsa o'ttirg'i qo'yishmamlar taqsirlari, dedi texicha andisisi besilmagan Ismoilxon. Hozirla hujum qo'ysak qarinliq qilgan bo'lamiz, dedi Mirza Bobobek o'ylangan holda. Gerçi yov lashkarlari herib charchab ketgan bo'lsa-mu, texi ularning jasorati so'ng'ini yo'q. Lekin hujum qo'ymay qarab tursak, ular bu bir kecha xotirjam uxlab hordiq chiqarib mag'duriga kelib oladi. Menimcha, bugun kecha ularga orom bermaganimiz yaxshi. Mirza Bobobek Ismoilxonga qarab gapini davomlashtirdi. Lashkarlarimiz kechicha oz deganda 5 marta daqi-dumboq nag'ri so'naylarini chelib, cho'qon so'ran selib, yov lashkarlarini Oqsu lashkarlari kechidan foydalanib qarorgohimizni bosqin qilgan o'xshaydi degan to'yg'iga keltirib, parakanda qilib, xotirjam uxlab hordiq elvilishiga yo'l qo'ymasin. Buning bilan birinchidan
yov lashkarlarga vahim paydo qilib, jasoratni so'ndirg'ili bo'ladi. Ikkinchidan, uyqusiz qoldirib, jismoniy jihatdan hordirg'ili bo'ladi. Onundan boshqa, bugun kecha 3 nafar sarkarda har biri 1000 dan lashkar elib, yov lashkargohining o'ng, so'l va orqa tarafiga to'ydirmay o'tib, bo'ktirmay tursa. Ata yov lashkarlari bilan rasmiy tutishgan vaqtimizda ularga do'mboq chelib belgi beramiz. Ular do'mboq ovozini anglagan hamon tangli otlanib, cho'qon so'ran selib ish qilgan. Ammo rasmiy tutishmay, yov lashkarlari qo'g'lasa qechib, kayniga yansa qo'g'lab, ularning urush sepini parakanda qilib, atrofimizda bo'ktirma qo'ygan nurg'un oqsu lashkarlari bor o'xshaydi degan gumonga keltirgan. Men mushu parakandilikdan foydalanib, yov qo'shini orsiga kirib, ostona muhofizachilar qo'shinini oliylarga el qildirib bergayman. Mushu tadbir bilan tunji jangdilar yov qo'shinining jasoratini sundirsak, keyingi ishlardan ham yemsak bo'ladi. Bu tadbirni anglab, Ismoilxonning chiroyiga so'z qon yugurdi. Ol ostona muhofizachilar qo'shinidagi lashkarlar o'zlariga agashmay qo'yishchi taqsiri, dedi texnichilik qo'rqinchisi besilmagan Maxtumzoda Xo'ja Abdulla xon Eshon. Maxtumzoda Parabuzuruk hazratlari xotirjam bo'lg'ay, dedi Mirza Bobobek ishonch bilan. Men uzun yil ashu lashkarlar bilan birga bo'ldim. Ular meni nihoyatim obdan tushunadi. Ularning menga bo'lgan cheksiz sadoqatidan ansirablar. Shahzoda Yo'lvosxon mening arzimas kallamni elishga petinolmagan. Kechicha uda 5 qitim Oqsu qo'shini qarorgohidan yangirgan Baqudumboq, Nag'ru Sonay, Cho'qon So'rin sadosi erib holdan ketgan Yo'lvosxon qo'shinining shirin uyqusini 5 qitim bozib, qattiq vahimaga soldi. Ular Oqsu lashkarlari kecha qorong'usidan foydalanib, qarorgohimizga bosim qilib kelgan o'xshaydi deb o'ylab, chacharab o'rinlardan turishib, qoral yaroqlarini elib, taq bo'lganda Baqudumboq, Cho'qon So'rin sadolari birdinli besilib qoladi. Hech ish yo'qligini bilib, qaytadan o'rinlariga kirib yetib, ko'zlari amduli uyquga ilinsa, yana Cho'qon So'rin sadolari ko'tariladi. Oqsu qo'shinining tun qorong'usidan foydalanib, qarorgohimizni bosim qilmoqchi bo'lganligi aniq, dedi Yo'lvosxon dakki dukib turgan Hidoyatullo Eshonga qarab. Amsa ol murtatlar Cho'qon So'rin soldi-yu, nemishqa bostirib kelmaydi? Buning bahosi nimada, qiblagohim? dedi Hidoyatullo Eshon hech ishga ahli yetmay. Hidoyatullo Eshonning yo'shirin qaslab odam o'ldirish va boshqa ishlarga hiyla mikri bilan to'lgan kallasi bak ishligini bilan lashkariy ishlardan, jang tadbirlaridan xabarsiz edi. Ular bizni mushundoq takror parakandlik silish orqali yov quruq nari tortqini bilan bostirib kelishga petlanmaydi degan tuyg'uga keltirib, bexud turgan vaqtimizdan foydalanib, ondan hujum qilmoqchi. Yolg'onning oxiri rostga, rostning oxiri yolg'onga aylanur. Ularning bu hiylasini boshqalar bilmagani bilan mendan yo'shirib qolinmaydi. Danishmanliklarga ming tasanno xon oliylari, dedi Hidoyatullo Eshon xotirjam bo'lib. Amsa tezroq bir tadbir qo'llang'aylar. Yochibek, deb to'lidi Yo'lvosxon mugdab o'tirgan Ko'sa amirga zarb bilan qarab. Mugdab o'tirmay, darhol har qaysi qarorgohlarga sarkarlarga farmon yetkazinglar. Bugun kecha bir mul lashkarning uxlashiga ruxsat yo'q. Barliq sarkarda sarvozlar qo'rol yaroqlarini tarqilib, jangga hozir bo'lib tursin. Kimga farmonga xiloflik qilsa, qo'lli selindi. Mugdab qolganlarmi buning ichida? Kechichi o'ri o'ltirgan xon lashkarlarining ko'zlari uyqusizlikdan qon quygandek qizirib ketgan edi. Ularning turqi to'limi ruhsiz bo'lib, to'xtamay quruq asnishardi. Ular
Bamdat namazını ruhsuz o'qishdi. Secdegi bosh qo'ygan peticha xo'rakka tushib ketganlarning haddi hisobi yo'q edi. Bu holat Yo'lbosxonning o'g'isini qaynatib o'tgan edi. O o'zining Ismoilxonning vasvasiga selish damiga tushib ketganligini shu chog'da his qildi. G'azabdan tishlarini g'uchiriltatdi. Uzoq yo'l besib kelgan lashkarlarni bir kecha orom oldirishni o'ylab, tunigun kechda yov lashkarlari bilan uchrashgan hamon jangga chiqmaganligidan ko'p afsuslandi. Baribir uning lashkarlari orom olmagan edi. Nashtadan keyin o'zaro qarorgohlardan 2 chaqirim ilgarilab sap tuzgan 3 tumandan ortiq lashkarning uyquga asir bo'lib, to'xtamay bas-basta asnashlardan bu soyning osmonda g'alati bir sado paydo bo'lgan edi. Lashkarlarning bu holati bilan qandoqmi utuqliq jang qilib bo'la? Dedi Yo'lbosxon ilojisiz qolgan holda beshini qatib. Undaqda bugun chiqmayli. Kunduzda yov lashkarlari to'liqsiz bosqin qilishga petinanmas. Lashkarlar bo'lsa bir uxlab asliga kelib olg'ay. Unda qilish texim bo'lmaydi o'piri, dedi Yo'lbosxon e'tiroz bildirib. Bizning ozuq-tulik, yem-xeshikimiz cheklik. 3 tumandan ortiq lashkar mo'shundoq jang qilmay yetib yeraveradigan bo'lsa, tog'mi to'shimaydi. Chaqmoq tezligida jang qilib, Oqsuvni fatih qilmaydigan bo'lsak, ozuq-tulik masalasimi beshimizga zo'r balo bo'ladi. Qo'rsoqdan iborat bu dushmanga taqobil turmoq, oldimizda turgan yovuz dushmanga taqobil turmoqdan basi mushkuldir. Undaqda lashkarlarning uyqusini qochirib, jasoratini urg'itishning amalini men qilay, dedi Hidoyatullo Eshon ko'ngliga bir planni fikr. Oqsuv lashkarlari o'z qarorgohlaridan 2 chaqirim ilgarilab, sap tuzib bo'g'icha Yo'lbosxon qo'shinining sepidan ko'tarilgan jarri samo sadolari palakka yetdi. So'pi lashkarlar bilan xon lashkarlardan tuzilgan birlashma qo'shin qo'llarida jang qorallarini mahkam tutganicha hum Alloh hum deyishib jarri silishganicha yerga gulib tashlab harri tortishmoq, samo usuli o'ynashga boshladi. Her bir topdan 2-3 hofiz bir yerga kelib olib, ovozini bo'ldi degich qo'yib berib, hukumat o'qishatdi. Boshqa lashkarlar buningga jo'r bo'lib, butkul vujudi bilan jarri silishatdi. Yerga gulib tasishatdi. Jonim qiynab, zuqum chaynab oshiq bo'lg'in, yoshim to'kib, ko'zim solab sodiq bo'lg'in. Ondan keyin dargohiga loyiq bo'lg'in. Canım versen rahim eylese canan bulur. Hüm Allah hüm. Tövbe kılıp hakkı yangan aşıklığa, beşit işire 4 irikta şerbeti ba, tövbe kılmay hakkı yanmagan gafıllağa, tar lehette kattık azap hasreti ba. Hüm Allah hüm. Hidoyatullo Eshonning lashkarlarining ruhini urg'utib, uyqusini qochirish uchun tuzgan bu jarri samo tadbiri tezla unumini ko'rsatdi. Lashkarlar jarri silib to'lashganicha ruhlanib ketib borardi. Yerga gulibitib tashlashlardan ko'tarilgan ochiq sho'r bo'g'oqlar ko'zlariga, ig'iz burunlariga kirib yetishtirdi. Shukurtib uyqularini qochirib o'tgan edi. 3 tumandan ortiq lashkarning birlikda to'lg'an jarri samo sadolaridan butkul soy titrab, tog'u toshlar hayvatlik aks sado qaytardi. Qiyomatning bir kuni 50 ming yilcha bo'lur, bu dunyoni sonichi yil, qancha yil bo'lur. Qiyomat kuni 70 yil o'tdi qolur. Tövbe qilgan qullar ko'paymas, muhlat bor. Hum Alloh hum. Mana endi Oqsuv lashkarlari bu bahimilik jarri samodan sarosimga tushib qolgan edi. Ismoil xonmi ot ustida mag'rur o'ltirgani bilan ichida muzlab ketib borardi. Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Eshon bo'lsa ot ustidan yiqilib tushib, kulkiga qolmaslik uchun egarning qo'sh beshini 2 qo'li bilan mahkam tutib olgan edi. Jarri samosilib, terisiga sig'may qolganini ko'mamdigan bu sayni xonqa ko'rib qoldimi bular?
Hili ko'rdi tefe. Bu sayning xonqa emas, qabrgoh ekanligini. Dedi İsmail xonning qishida ayni yili Sultan Abdullah xon so'l qilgan yiliqi qari tulparga minib olgan Malika Muhtaram xonim mansitmagan holda. Qarab do'stlar, men ularning bu jarri samasini hozir to'xtaman. Malika Muhtaram xonim shundoq dedi. Kun o'qdandan bir tal sadoqni elib yog'i soldida etini yengil bertan dedi. Shu hamon qori tulpar yov lashkarlari sepiga o'qdek uçdi. Malika Muhtaram xonim yov sepiga 40-50 qadam orliq qolganda sapning oldidagi ot ustida bahramon o'tirganicha jarri samog'i moslashib beshini oldi kadiga gildinlatib turgan sarkardaning ko'zini nishonlab yoning kirichini qo'yibdi. Mang'ildab puchib qolgan sadoq bexasda turgan sarkardaning naq so'l ko'ziga berib qadaldi. Eliqi sarkarda yorlangan shirdak dahshatlik o'rkirib ot ustidan mo'lloq etib yiqildi. Shu hamon yov lashkarlarining sepi qalaymi qallashdi. Falakni qushgan jarri samo sadolari bosh tarafdan pasayib borganicha asta-asta tövalladi. Keyin butunlay o'chdi. İsmail xon yeniga chaqmoq tezligida qaytib kelgan jiyan qizi Malika Muhtaram xonimning bu karomatiga ham hayron bo'ldi, ham qoyil bo'ldi. Malikaning bu bahodirligini o'z ko'zi bilan ko'rgan Oqsuv qo'shinlari barikallah etishdi. Jarri sadosidan vujudini qoplab olgan vahima tarqalib, so'ran cho'qon serishib, nari tortishga boshladi. İki taraf lashkarlarining o'qiyachilari bir-biriga qaratib, bir pas o'qiya etishdi. Har ikki tarafning lashkarlari qalqonlar bilan yo o'qidan mudofialashdi. Sultan Yo'lbosxon lashkarlarini o'qiya etishdan to'xtatib, sarkardalarni boshlab oldiga 100 qadam ilgarilab to'xtadi. Xo'ja Hidoyatulloh Ishonning boshqalarining hammasi jang kiyimlari kiyishgan bo'lib, Polat dubulg'ilarining qubbullari quyosh nurida vol-vol qilib ko'z chaqatdi. Beshiga oq sallavor, oq yektak kiyib, oq tulparga minib olgan Hidoyatulloh Ishonning so'latlik turqi alohida ko'zga chiliqatdi. U eli ham ot ustida o'ltirib, qo'ldagi kahravo tasvini to'xtamay seyraydi. Lavlari xuddi afsun o'qiyotgandek to'xtamay midirlaydi. Ularning dal o'ttirsa turgan Yo'lbosxon beshidagi oltin dubulga uchsidagi zarbon shahonil libos bilan xuddi oltin uzukning yoqut ko'zidek alohida ko'zga tashlanadi. Uning orqasidagi to'g'chi lashkarlar ko'tarib olgan yuzlagan to'q alamlar ko'kda haybatlik lapildaydi. İsmail xonmo sarkardalarni boshlab Yo'lbosxon bilan 100 qadam orliq qoldirib to'xtadi. Malika Muhtaram xonimning boya ko'rsatgan bahodirligi bilan uning vujudidagi vahima butunlay tarqalib ketgan bo'lib, ot ustida to'limi mag'rur o'tiradi. İsmail xonning dubulg'i savut kiyib, to'liq qurollangan sarkardalar orasida vujudidagi vahimasi texicha besilmagan Maxtumzoda Xo'ja Abdullah Ishon etining tizginini kayniga burab, jinini yoqqa elib qochdigandek alpozda tugilib o'tiradi. Qadimni yov lashkarlarga emas, etining beshiga tikib olgan edi. Assalomu alaykum, ey muhtaram tog'a. Deb ot ustida İsmail xonga salom berdi Yo'lbosxon. Ahvollari yaxshimi? Va alaykum assalom shahzoda. Dedi İsmail xonmo salomni ilik elib. Yo'lbosxonni xon oliylari deb atamasdi. Buncha haraj tortib, Oqsuv diyoriga qadam keltirishlarining bahsi nima ekan? Tashvishlanmanglar tog'a, dedi Yo'lbosxon o'zini xotirjam tutishga tirishib. Oqsuv diyoriga qadam keltirishimning bahsi shuki, birinchidan, sizga qarindishim bo'lmish og'i bo'zuriqqa salom berish. Ikkinchidan, tasarruf ziminim bo'lmish bu Oqsuv hududligini ko'zdan kechirish. Buningdan o'zga muddaoyim yo'qdir.
Yo'lbosxon o'zining haqonliq o'rnini pash qilish orqali Ismoil xonga o'zining qo'l ostidagi bir yurtning noibi va amiri ekanligini eskartib o'tadi. Mehmondorchilik keldim deganingiz bilan orqangizda qilish yalang'ochlab turgan to'mallagan lashkarlaringiz tursa, nechun tashvishlanmagayman shahzoda? Bu lashkarlar sizga qilchilik zarar yetkazmagay tag'a, dedi Yo'lbosxon. Faqat sizning homiyligingizga erishgan ahli sulukimizning ashaddiy dushmani Murtad Xo'ja Abdulla Eshon bilan xalqimizning osisi Amir Mirza Babobek qatorliq munofiq sotqun amirlarni topshirib bersingizlar, lashkarlarim Ostonaga qaytadi. Sizmi bu hududlikda xotirjam noib va amirlikda qilaverasiz. Bo'ldi bas, deb baqirdi Ismoil xon. To'la haddimizdan oshma. Kimning xalqimizning osi ekanligini men obdan bilaman. Aslida xalq saltanati akam Sultan Abdullah xonning keyin baboyi Buzuruk Sultan Abdurashid xon oliylaridan davomlashib kelayotgan udum bo'yicha xonning cho'ng inisi bo'lmish, manga mansub bo'lish kerak edi. Ammo akam Sultan Abdullah xon bu udumni buzib, o'z pushti bo'lmish cho'ng o'g'li bo'lgan siz shahzodaga taxtni o'tinib berish niyatida vali ahdilik yorlig'ini menga emas, sizga tushirdi. Biz inillarni dushman qatorida ko'rib, o'rnidan chetlashtirish maqsadida yoqi yurtlarga avatibdi. Xudoning buyrug'ini shu o'xshaydi deb buning mayli dedik. Ammo siz taxtda o'tirishga oldirab, postimizga kirib olgan bir qism so'xanchi, qor yuz, noshkur munofiqlarning kushkurtishi bilan o'z otimizga chopqin qildingiz. Hatto haddimizdan eshib, Ostonaga lashkar tortdingiz. Oti nasihatiga quloq solmay, yotlarning gipiga kirdingiz. Oxirda o'z qerindishimiz bo'lmish Sultan Abdumo'min xon shahzodani o'ltirib, taxtni tortib oldingiz. Aslida mushuni bilan bo'ldiqsiniz yaxshi bo'ladi. Ammo xalq qonun jasoqlarga o'z besimchilik bilan tuzitish kirgizib, suluk targ'iboti va suluk taqibi olib bordingiz. Mushu sababdan nurg'un begunoh oddiy avom ra'imsizlarcha o'ltirildi, xoni vayron bo'ldi. El-yurt azob dengizida qoldi. Ot ko'rgan tavarruk amirlarni e'tiborlab ishlatishdi yo'q. Ularga osiy degan bo'xtonni chaplab, kallasini oldingiz, xo'rladingiz. Mana endi nomus qilmay, mendek ot yo'lliq tog'ingizni jazolamoq bo'lib lashkar tortib ketsiz. Aytma. Hamma niyat iqbolingiz o'p-o'ch tursa, avar bo'lib yurishimiz ne hojat? Uning ustiga sizdek bir ot qotildan qandoqmi vafo kutkili bo'lsa? Sizni ashu osi murtatlar ozdirib ketibdi o'taga, dedi Yo'lbosxon gapgo'r bo'ldi. Shu topda sizga yurak dog'imni berib ko'rsatsam-mu, behuda avora bo'lgan o'xshayman. Sizga eng oxirgi maslahatim shuki, Oqsudagi avom ra'iyatni balo qazodan saqlab qolay. Bu hududga izzatim bilan yurtchilik qilay desangiz, endi murtad osiylarni o'z qo'lingiz bilan bog'lab menga topshiriq. Qoldi ishlar sizning ixtiyoringizcha bo'lsin. Meningmi shunday qilg'im bor. Ammo boshqalar o'lmasmiki? dedi Ismoil xon Yo'lbosxonni qasddan kuldirdi. Kimkani sizning gapingizga kirmaydilar. Ana, "Avo bahodirlar", dedi Ismoil xon masxarlik qilgunicha orqasidagi lashkarlarni ko'rsatdi. Yo'lbosxon tog'isining javobini olib g'azabdan titradi. Tishlari o'chirladi. "Maylansa, hurmat qilmadi deb mendan ranjimagaysiz." Yo'lbosxon shundoq dedi-da, orqasiga qarab qamchisini tushirdi. "Seni sarkarda lashkarlarim, bu osi murtatlarni rahim qilmay qirala." Har ikki tarafning lashkarlari bir-biriga qarab shiddat bilan boshlandi. Qilishlar naq bo'yinni nishonlab chepdi. Nayzilar dal yurakni nishonlab sanchildi. Jang qurollarining bir-biriga zarb bilan urilishidan chiqqan jang-jung, jaroq-juruq sadolari bilan tig' zarbisidan ichinishlik nola qilgan lashkarlarning noli faryodi butkul soyni larziga keltirmoqda edi.
Şu esnada İsmailxon qo'shinidan jang dumboqlari bo'mbirlab, bo'kturmidagi lashkarlarga belgi berdi. Şu hamon Yo'lbosxon qo'shinining o'ng, so'l va orqa tarafidan 3 to'p lashkarlar otlarining quyrug'iga quruq shoxlarni so'ritib, sayda quyuq to'p tuman paydo qilgancha yov qo'shiniga hujum boshladi. Osmon palaki ko'tarilgan to'p tuman orasidan etilib chiqqan lashkarlarning sonini bilolmagan Yo'lbosxon lashkarlari sarosimga tushdi. Jang sepi buzildi. Ular ya oldidagi yovga taqobil turishni, ya keyindan kelgan dushman bilan jang qilishni bilolmay gangirdi. Jasorati sustlashdi. Bir to'p qo'riqchi lashkarlarning hamrohligida Yo'lbosxon lashkarlarining sepiga bostirib kirgan Mirza Bobobek ovozining boricha to'g'limoqda edi. Ostonning bahodir arslonlari! Men sizlarning amringlar Mirza Bobobek bo'laman. Abdu adolatni yoqlaydiganlar, menga aytishinglar. Taxt o'g'risi Yo'lbosxonga aytishib, behuda qon to'kmanglar. Buyuk Saidiya saltanatining haqiqiy tirishligini qo'llashni xohlaydiganlar, men bilan yuringlar. Ostonning bahodir arslonlari, men sizlarning amringlar Mirza Bobobek bo'laman. Mirza Bobobekni ko'rib turganlar ovozini anglab tarq etganlar darhol atrofidagi sabdoshlariga xabar yetkazib, Mirza Bobobekning kaynidan agashdi. Nayisining uchini kayniga qaratdi. Jang sepining qalayim-qallashib ketganini, lashkarlarning jasoratining uslab ketib qolganligini ko'rgan Yo'lbosxon ahvolning chatoqligini his qilib, lashkarlarga o'z qarorgohlariga chekinishga farmon tushirdi. Yo'lbosxon lashkarlarining chekinayotganligini ko'rib, Ismoilxonmo lashkarlarga jangni to'xtatishga buyruq berdi. Bir oshpishim vaqt elib berilgan shiddatli maydon urushida Yo'lbosxonning uyqusizlik, safar hordig'ini chirmib olgan lashkarlardan 3000 dan ortiqi jenidan judo bo'lgan edi. 3000 ga yaqin lashkari og'ir jarohatlangan edi. Mirza Bobobekka agishib, Ismoilxonga o'tib ketganlarning sonimi 5000 dan oshgan edi. Hidoyatullo Eshonning Sofiya lashkarlarining yerimi degidek qirilib ketgan. Bilqut xazinasi Ismoilxon qo'shindimi 1000 dan ortiq lashkar o'lgan. 2000 ga yaqin lashkar og'ir yaralangan edi. Yo'lbosxon lashkarlariga yetgan bu og'ir talofatdan va Ostoning muhofizatchi qo'shinining qilgan osiyligidan qattiq g'amga patdi. Bargohi oldiga yo'qlab kelgan tar ustozi Hidoyatullo Eshong'imi qopqini turib, chiroy ochmadi. Anglayotganlar Beliqut to'ridan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Barliq qarorgohlarga farmon, dedi Yo'lbosxon qo'rqib titrab turgan yot shibigiga qarab. Lashkarlar qo'rsqini to'xtab olgandan keyin peshin asr namozini o'qimay, qenib uxlab olsin. Yo'lbosxonning bu g'alit farmoni Xo'ja Hidoyatullo Eshonni ta'ajjubga soldi. Peshin asr namozlarini o'qimasin degani qandoq gap o'zi? Bumi lashkari tadbirmidi? Bundaq vaqtda namozni qazo qilish emas, balkim vaqti qaraldi o'tab, Alloh taolodan g'albi nusrat ato qilishni tilash kerak edi. Yo'lbosxon sayxonasiga to'ldirib nashchilingan, dastasiga qimmat baholiq rangdor toshlardan ko'z qo'yib naqshlangan chiroyli chilimini xumorliq bir nechini sho'rib o'tgandan keyin Hidoyatullo Eshonga tanladi. Chekib qo'yishlar apara. Ordiqni oladi. Eshon gap so'zsiz chilimni qo'liga oldi. Xuddi dam tortib ketmoqchi bo'lgandek barliq vujudi bilan sho'rib edi. Eg'iz burunlardan yangdek ko'k tutun turilib chiqdi. Bargohi olidagi ikki mahram ularning put qo'llarini yumshoq tutib otdi. Lashkarlarni namoz o'qishga qo'ymay uxlashga farmon berdilar ana hazrati, dedi Hidoyatullo Eshon ko'nglidagi tugishni yeyishga tirishib. Demisimi ular bek charchab ketdi. Aram olmasimi bo'lmas. Ammo yov lashkarlari burnimizning tegib turibdi. Tunji jangda Nusrat ularga yuzlandi. Olim hadis ular qornini to'qlab olgandan keyin g'albisiga tamanno qo'yib qarorgohimizga bostirib kelib qolsa,
Xotirjam bo'lsa bizni xabar. Dedi Yo'lbosxon Eshonning og'zidagi gapni tortib. Ularmo hardi, charchidi. Lashkarlarni tartib soladi. Eng tez kelgandimi, xubtamdan burun qarorgohimizga tegish qilmaydi. Mahramlar dasturxon silib dasturxon ustini dumlab pishirgan qo'zi go'shi, boshqa kavpi, badam yangoq meg'izi va yog'liq to'qosh bilan ko'miverdi. Sharab keltiringlar, dedi Yo'lbosxon qopqini. Shu hamon mahramlar dasturxonga 2 xumra sharab bilan 2 kumush kosa keltirdi. Kosaga liqlab sharab qo'ydi. Qani, asla buzuruk var. Sharab ishkash, qo'rsaqni raso bir astarlayli. Dedi Yo'lbosxon boshqa kavpini ishtaha bilan yegash. Hidoyatullo Eshon Yo'lbosxon bilan pat-pat sharobbozlik qilib ulfatlashadi. Shariat ahkomlariga qattiq rioya qilib odatlangan oddiy xalq islom aqidasida harom deb cheklangan sharobni ichish tugul, sharob ichgan qochiladimi tomoq yeyishni qattiq gunoh deb biladi. Din peshvasi, Sölik yo'lboshchisi, avliyo, qutbul ahbab, sultonul muhaqqaq, Valiyulloh deb qattiq cho'qindigan xo'ja Hidoyatullo Eshonning kun atlab sharofxo'rlik qilganligini zinhor bilmaydi. Hatto xiyoliga keltirmaydi. Yumshoq qo'zi go'shi, tanlik va quvvatlik bosh kavpini to'yg'icha yeb, sharobni qong'icha ichgan Hidoyatullo Eshon xeli obdan kayf bo'lgan bo'lib, mugdashga boshlagan edi. Qandaq, endi biroz aram elib olamlar bizrek var, dedi Yo'lbosxon Hidoyatullo Eshonni yengil noqib. Eshon cho'chib beshini ko'tardi. Xo'sh, shunda qilayli degunicha o'rnidan qo'zg'aldi va sharob kayfida alang-salang dastigunicha o'zining xos chidiriga qarab maqdi. Bu chog'da kuni o'ltirgan bo'lib, zaminga tun pardasi yeyilishga boshlagan edi. Bargohi oliga yig'ilgan Ismoilxonning barliq sarkardalari g'alba tantanasiga cho'mgan edi. Amir Mirza Bobobay janoblarining bu tadbiri haqiqatan qaltis unum berdi. Shunda sizlar xeli jonlarni ko'rganman, lekin bugünkidek oz lashkar bilan ko'p lashkarlarni vasvasiga selib g'alba qilganini ko'rib ekanman. Tadbir puxta bo'lsa, lashkarlarning oz ko'pligidan ancha vahim yemilik etgan. Mirza Bobobay janoblarining marhum Amir Kabir Hinduqush Mirza janoblari bilan bir qancha qitim jangbozlik mahoratida baslashib yiqitgan deb anglab edim. Har ikkilari bir-birlarini yengilmabdikanlar. Marhum Hinduqush Mirza xalqimizning eng buyuk sarkardasi edi, dedi Mirza Bobobay hasratlikda. Ul muhtaram ustoz bilan bir necha qitim sinishib boqqanim rost. Ammo bu xeli burun qishlar. Yelkimiz raso to'shqan qaron mezgillarimiz edi. Hinduqush Mirza yolg'iz lashkari tadbirda emas, axloq fazilatimi kamolatga yetgan kang qo'rsoq, apuchan odam edi. Shamsharbozlik, nayzibozlikda men hargizmi uningga tang tush emas edim. Amsa tanishib qopdiganligi ustoz, oldirib so'radi bu ishga to'liq qiziqqan Malika muhtaram. Bu ish marhum Hinduqush Mirza bilan ikkimizning o'tirsida kissa. Bitpasla ustoz, bizmi bilib boqayli, dedi Malika muhtaram xonim oldirib. Maqbul, aytib bering, dedi Mirza Bobobay kulib. Aşu bir qitimliq baslashishda Hinduqush Mirza atrofimizda tomosha ko'rib turgan sarkardalar va minglagan lashkarlarning oldida mening yuz obro'yimni ayab, mahoratini to'liq ko'rsatmay elishib, mahorat sinishni men bilan tanglashgan hisobda oxirlashtirgan edi. Mundaq ishkanda, dedi Malika muhtaram xonim ancha qoyil bo'lmay. Bu Hinduqush Mirza toza qiziq odamga,
Bu degan odatdagi bir basish bo'lsa, shuningmi yuz xotir qilish ketamdamdi. Hamma odam sizga o'xshash yuzsiz emas Malika, dedi Mirza Bobobek kulib. Ayni yili sizlar o'qiya etish, shahmat o'ynashda Sulton Abdullaxon oliylarga yuz xotir qilmagan. Ha, shundaq, dedi Malika kulib. Shu chaqda xon atam yengilib qilib bu 100 obro'yi tushib ketmadi-ku, ayna. O degan xon oliylarida, dedi Mirza Bobobek. Xon oliylari yengilsa baribir. Yana taxtda o'tirib, farmon yorliq tushiraveradi. Uning ijrosini biz amirlar bajaramiz. Ammo ashundoq oddiy bir sinishning bizdek odatdagidek amirlarga beradigan ta'siri boshqacha bo'ladi. Ayni yili Hind Xushmirzining 100 xotir qilishi bilan bo'lgan sinishda sarkarda lashkarlarga tanglashib qolgandek tuyg'u berib edik. Shu kundan boshlab sarkarda lashkarlar menimi xuddi buyuk amir Hind Xushmirzini ko'rganda ko'rib, hurmatlaydigan, har qanday buyrug'imga so'zsiz itoat qilgan bo'ldi. Hind Xushmirzimi tinch vaqtlarda lashkariy ishlarni menga tashlab berib, o'zi xotirjam orom oladi. Sarkarda lashkarlar oldidagi 100 obro'ylarini Hind Xushmirzi tishlab qo'yibdi ekanda. Shundoq Malika. Bundoq sharafga erishgan yolg'iz malla emas. Marhum Cho'bek Mirza qatorliq bir qancha sarkardalarmi Hind Xushmirzi bilan jangbozlik mahoratida sinishib, tanishib qolgan edi. Ularga Hind Xushmirza 100 xotir qilib, yengib olmay tanglashib, 100 obro'yini ko'tarib qo'yibdi ekanda. Hind Xushmirzini jangbozlik mahorati va lashkariy tadbirda yigona iste'dod egasi deyishga bo'ladi. U kishi qo'rsig'idagi ilm mahoratini bizdan oygan emas. Shu sababdan men ancha-muncha jang tadbirlarini tuzishni bilaman. Endi Xushmirza bir kimning mahoratiga ancha oldirib qoyil bo'lmaydi. Ammo Malikamning o'qiya etish mahoratiga qoyil bo'lib, bir qancha qatim maqtab bergan. Shundoq gapim bormi teqi? Dedi Malika Muhtaram xonim o'zini u buyuk sarkardaning maqtig'ini oldi. Shundoq Malika. Ayni yili Shahzoda Yo'lvosxonga jazo yurish qilganda Qizilning o tarafidagi jangda xon yorlig'i bo'yicha silini elib qaytib kelgandan keyin silining jangda Sotqun Mirza Yusufbekni o'ldirib ko'rsatgan bahodirliklarini so'zlab kelib, agar yosh vaqtimdagidek ko'zlarim o'tkir bo'lgan bo'lsa, Malika Muhtaram xonim bilan marganlik sinishib boqqan bo'lardim. Aytangay, shu chog'dimi bu margan Malikadan yengilib qolar bo'g'iydim. Chenigan narsaga takkuzmay qo'ymaydigan emasmi bu Malika degan edi. Bo'libmi, silining ushqandek ketib qolgan qora tulparning ustida o'tirib, shaqqidi kaynilariga burilibla o'qiya etib, qo'g'lab kelayotgan Mirza Yusufbekning ko'zini qo'yib etgan mahoratlariga bakmi qoyil bo'lgan ekan. Mirza Bobobek atrofidagi sarkardalarga qarab turib, gapini davomlashtirdi. Marhum Hind Xushmirza ketib qolgan ot ustida kayniga qayrilib o'qiya etish ajdodlarimizning eng burungi jangbozlik mahoratlaridan biri. Bundoq mahoratni xili man degan sarkardalarni voyaga yetkazib ko'rsatmaydi. Kayniga qayrilib o'qiyani otdi degandimi, chenigan narsaga dal takkuzalishi natayin. Malika Muhtaram xonim bu mahoratda haqiqatan kamolatga yetibdi deb sizni bir qancha qatim maqtagan edi Malika. Malika Muhtaram xonimning bu tarafini anglab, Oqsu qo'shinining sarkardalari Malikaga texmi bek qoyil bo'lishdi. Ras. Malika Muhtaram xonimning o'qiya etish mahorati haqiqatan qaltisga. Bismillah demasdan yov sarkardasining bir ko'zini yo o'qi bilan qo'yib emasmi? Shunda Malikamning bu mahorati bilan lashkarlarimizning jasorati necha hassa kuchayib ketdi. Bugungi jangning g'alabasida Malikamning bir o'lish tafsiri bor.
bugungi jangda nusrat qozonishimizda barliq sarkarda lashkarlarning to'pisi bor, deb so'z oldi bayatdan beri jim o'tirgan shahzoda Ismoilxon. Ammo Mirza Bobobek janoblarining ko'rsatgan to'pisi alohida bo'ldi. Jangda g'alaba qilishimizda dono tadbir ko'rsatib qolmay, tehi yov qo'shini orsidan 5000 dan ortiq xillangan otliq lashkarni al qildirib, qo'shinimizning kuchini zo'raytdi. Ko'nglimdagi gapni qilsam, Mirza Bobobek janoblariga oqsuga kelgan hamon loyiqida biror mansab, martaba hadiya qilish o'yin bor edi. Ammo boshqa sarkarlarning qoyil bo'lmasligidan ansirab, bu o'yindan vaqtincha voz kechgan edi. Mana bugun Amir janoblari o'zining yigona istidoti, ajr to'p ko'rsatib, barliq sarkarda sarvozlarni qoyil qildi. Shunga qo'shinimizning Amrul Umroligiga tayinladi. Ismoilxonning og'zaki farmoni oxirlashishi bilan barliq sarkardalar muborak bo'lsin deyishib Mirza Bobobekni qutlashdi. "Mang'uchi, mang'u biror mansab martaba inom qilala xonata", dedi Malika Muhtaram xonim kulib akilib. "Mening bugungi jangda ko'rsatgan to'famni kichik ko'rib qoldimmi ya?" "Charchab qolma Malika", dedi Ismoilxon kulib. "Siz degan qiz bola to'singiz." "Qiz bola bo'lsam nima bo'pti?" dedi Malika bir oz ranjib. "Sizlar meni davomli qiz bola deb ko'zlariga ilmaylar. Mirza Bobobek ustoz bilan Shir Ali Bahodir orig'i tushmagan bo'lsa, tosh qolatilar meni mushu jangimni akamay Oqsuv qalasiga qamab qo'yg'ili." Malikaning bu gapini anglab, sarkardalarning hammasi qoqoqlab kulib ketdi. "O'z vaqtida sizga marhum akam Sulton Abdulloh hammo tankilanmabdi ekan. Nurg'un ishlarda ra'yingizni beqibdi ekan. Ulug' sarkarda Hinduqush Mirzamo sizni gapiga kirgizolmay, to'li jo'rab oxiri g'alvaxo'r Malika deb atabdi ekan", dedi Ismoilxon Malikaga qoyillik nazari bilan qarab. "Ashu ulug'lar yo'l qo'ygan yerda men yo'l qo'ymasam, ularning oldida otkorchilik qilgan bo'lib qolg'idaymi? Bo'pti. Sizga rasmiy sarkardalik martabasini berdim. Maosh ta'minatingiz boshqa sarkardalar bilan o'xshash bo'ladi. Hozircha 500 nafar xos navkaringiz, 1,5 ming lashkaringiz bo'ladi. Ammo bir shartim bor. Cho'qim qabul qilasiz." "Endi bu bir shartgan 10 shart bo'lsin mayli. Qani esla xonata", dedi Malika Muhtaram xonim xo'shallikdan sakrab. "Bosh-boshdoqlik, o'z beshimchilik qilmaysiz. Ilgari sizni bir malika deb qarab, bosh-boshdoqligingizni kechirib o'tgan. Ra'yingizga boqqan edi. Hozirdan boshlab sizga malik tariqasida emas, rasmiy sarkarda tariqasida muomala qilindi. Lashkariy ishlarda Amrul Umroning farmoniga shartsiz bo'ysunasiz. O'z beshimchilik qilsangiz, lashkariy jasoq qilarsiz. Hatto kallingizdan ayrilib qolishingiz mumkin. Bo'ldi, bu shartga men rozi. Deganlarni bejandil o'rindayman xonata", dedi Malika Muhtaram xonim va'da berdi. Kichikkina bir ojizaga sarkardalik martabasi berib, lashkariy ishlarga aralashtirsak, qamlashmasmikin oliy biri, dedi norozi bo'lgan Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Ishon chiroyini purishtirib. Shu topda Ishon Malikaning jangbozlik mahoratiga va sarkardalik martabasiga hasad qilib o'tdi. Chunki Ishonning odatdagi lashkarlarchilikmi lashkariy mahorati yo'q edi. Ilgari bir qancha qitimliq lashkariy yurishlarga qatnashgan bo'lsa-mu, qirchab sadolari palakni qushgan. Yigitlik jasoratini sinaydigan. Jasadlar dövülünüp, qalla eriq bo'lib eqiyotgan janggohga bir qitimmi nari tortib kirib baxmagan edi. Ismoilxon uningga qo'l berib, murt bo'g'ini bilan bir buzuruk deb alohida hurmat qilgani bilan texichila uningga rasmiy yo'sinda biror mansab, martaba in'om qilmagan edi. Shu turqida u muni malikchilikmi bo'lamayotdi. Xotirjam bo'lsizlar, hazratim, dedi Malika Muhtaram xonim mansitmaslik nazar bilan qarab. Men bu yil 16 yoshga qadam qo'ydim. O'z vaqtida baboyi ajdodlarimizdan buyuk podsho Bobur Mirza Olilarimi 7 yosh chig'ida jangga qatnashib, sarkarda bo'lgan ekan.
Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Eshon islomiy shariatdan so'z echib, gap qilmoqchi bo'ldi-yu, lekin yana munozirlashsa, malika gap tepib bermay, yengilib qilib, yuz avroyini to'kilishdan ansirab, og'zini o'mallab to'xtab qoldi. Ammo noroziligi chiroyidan mana deb chiqib turibdi. Muborak bo'lsin, malika muhtaram xonim, dedi Amirul Umra Mirza Boboboy malikaning beshini otilochi mehri bilan silab. Saidiya xonligi tarixida lashkariy martabaga erishgan tunji ayol sarkarda bo'ldingiz. Boshqa sarkardalarmi bir eg'izdan malikani tabriklashdi. Endi barliq sarkardalar o'z qarorgohiga tutib aramag'ay, dedi bir oz charchab qolgan Ismoilxon. Bugungi qalbimizdan mag'rurlanib, bexud tursak bo'lmas, dedi malika muhtaram xonim. Menimcha, har ehtimolga qarshi hozirlik ko'rib qo'yganimiz tuzuk. Bugun kecha yov lashkarlari qarorgohimizga bosqin qilishi mumkin. O'g'lim o'rtatlar boyi bizdan yengilgan to'sa, kechida qarorgohimizdan bosqin qilishga petinammas, dedi Xo'ja Abdulla Eshon malikaning so'zining shexiga urib. U shu tapda o'zining tadbirlik ekanligini ko'rsatib qo'yishga oldirab qolgan edi. Lashkariy tadbirlar xotirlangan jangnomalarda nusrat qozonganlarning mag'rurlanib bexudlashadiganligi, mag'lub bo'lganlar qaytadan tayyorlik ko'rib, bexud turgan g'olib qo'shin qarorgohini bosqin qilib, mag'lubiyatini g'albiga aylantiradiganligi ko'p xotirlangan, dedi malika muhtaram xonim va Amirul Umra Mirza Boboboyga qarab yepini davomlashtirdi. Bexud turishga bo'lmaydi ustoz. Har ehtimolga qarshi biror tadbir tuzib qo'yganimiz yaxshi. Malikamning deganlari durust, dedi Mirza Boboboy qoyillik bilan boshlashdi. Yo'lvosxon ko'p jang ko'rgan. Lashkariy ilmlarni xilib puxta o'rgangan. Qo'v odam. Jang tadbiri tuzishga xilil baba. Meningcha u bizni g'albidan mag'rurlanib bexudlashdi deb qarab, kechicha qarorgohimizni bosqin qilishi mumkin. Ayg'oqchilarning xabar qilishicha, Yo'lvosxon lashkarlarining qarorgohidan peshin asr namozlariga to'langan azon ovozim anglanmoqdimish. Bu uning lashkarlarini uxultib orom oldirayotganligidan bishorat. Kunduzi uxlagan odam cho'qim kechasi uxlamaydi. Demak, Yo'lvosxon bugun kecha qarorgohimizga tegish qilishi mumkin. Amsa muvofiq bir tadbir tuzaydi, dedi Ismoilxon jiddiylashib. Sarkardalarning hammasi Mirza Boboboyga qarashdi. Shu daqiqada Shir Ali Bahodir bilan malika muhtaram xonim muvofiq bir tadbir ustida bosh qotiryapti. To'yiqsiz oldin maslahatlashib olgandek har ikkisi tangla yig'iz etishdi. Mehmonni sohibxonsiz kutib olish tadbirini ishlatayli. Ular gapini deb bo'lib bir-biriga qarab qaqoqlab kulib ketdi. Bu tasoddifiy to'g'ri kelib qolgan fikr birligidan boshqa sarkardalar hayron qolishdi. Mehmonni sohibxonsiz kutib olish tadbiri yov qo'shinining kechilik hujumini oldin mo'ljallagandan keyin qarorgohni odam bardek holatda jabdub quruq qoldirib, lashkarlarni qarorgoh sirtiga bo'ktirma qilib, kechida bostirib kelgan yov lashkarlari qarorgohda odam yo'qligini bilgandan keyin cho'chib sarosimiga tushgan vaqtida tuyuqsiz hujum qilib yo'qotish tadbiri edi. Bu tadbirni Yakin Saidiya xonligidagi sarkardalar mehmonni sohibxonsiz kutib olish tadbiri deb ataydi. Bu tadbir nurg'un janglarda ishlatilib, unumi ko'rilganligi uchun jangnoma va urush tadbirlarida xotirlangan edi. Malika muhtaram xonim bilan Shir Ali Bahodir bu tadbirni tangli esiga ilishgan edi. Bo'ladi. Mehmonni sohibxonsiz kutib olish tadbirini ishlataydi, dedi Mirza Boboboy bu tadbirni muvofiq ko'rdi. Xubdandan keyin barliq sarkardalar o'z qarorgohlarini xuddi lashkarlar uxlayotgandek holatda jabdub, chiroq yiqib qo'yib, qarorgoh sirtida bo'ktirma bo'lib turgan. Yov lashkarlari qarorgohga bosqin to'liq kirib bo'lgandan keyin do'mboqchilar belgi berilgan hamon
cho'qqan so'ran silib, yov lashkarlarini vahimaga sag'ash hujumga o'tgan. Bosh ustiga, dedi barliq sarkardalar. Mening bu tadbirga ozroq tuzatish kirgizgim kelyapti. Bilmadim, Amrul Umra janoblari qanday qaraydi-ki? Dedi Malika Muhtaram xonim o'ychanlik bilan. Xo'sh qani, dedi Mirza Boboboy. Meningcha, quruq qoldirilgan qarorgohning atrofiga quruq o'tin qumush, shox-shumbu qatorliq oson ko'ydigan narsalarni dövlab, ustiga yog' chechib qo'ysak, yov lashkarlari qarorgohga bosqin kirib bo'lgandan keyin o't atar yo o'qi bilan qarorgohga o't qo'yversak, yov lashkarlari o't yalqinlarini ko'rib, texmi vahimaga tushgan, bizmi o't orqali ularni ko'ydirib tashlagan bo'lar edik. O't ko'ymay, aman qolgan yov lashkarlarini lashkarlarimiz qilishlab, nayzilab, taltiks yo'qotgan bo'ladi. Bumi bo'lgan tadbirga, dedi Mirza Boboboy Malikaning bayonlarini anglagandan keyin mamnunlik bilan boshlashdi. Qani, sarkardalar, mushu tadbir bo'yicha tayyorlik ko'rgaysizlar. O't atar yo o'qini ko'proq tayyorlab olgaysizlar. Bosh ustiga. Anglayotganlar Belqut to'ridan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Ko'z yetkisiz cho'l bayog'ini zulmat bosgan edi. So'lsa qo'lning uchini ko'rgil bo'lmaydigan qorong'ulikda yo'l bosgan yetti yegona tenab yuradi. O sarkarda lashkarlarning, xizmatkor mahramlarining nega ketganligini faqatla aslayolmaydi. O'zining bu bayog'iga qanday kirib qolganligini bilmaydi. Atrofidan yetqush hayvonlarning dahshatli g'ulashlari anglanib turadi. Yo'l bosgan bu bayog'ondan chiqib ketishga, qorong'ulikdan qutulishga tirishib to'xtamay yuguraydi. Qo'rsqi to'limi echib ketgan edi. Ussizlikdan tonglaylari chaq-chaq bo'lib ketgan edi. Yo'l bosgan bu zulmatlik bayog'onni birida go'r, birida do'zax deb qiyos qiladi. Bu vahimadan qutulish uchun kuchining berichi yuguraydi. Ammo oyoqlari to'limi jonsiz, mag'dursiz edi. Shuncha tirmashimi qadimin nihoyatda tasdi yetgaydi. O sarkarda lashkarlarini, xizmatkor mahramlarini yaqinli bir joyda. Ularni qorong'uda ko'rolmayotman deb o'ylab tovlab boqdi. Ammo ovozi bakmi jonsiz chiqdi. Uni tutib qolgandek qilardi. Tuyuqsiz uning futiga bilakdek tomliqda org'amchidek uzun bir narsa yogashgandek bo'ldi. O asta sipashtirib beqibedi, qo'liga so'g'uq qasroqlik bir narsa urindi. Yılan deb o'yladi yo'l bosgan qo'rqinchdan dir-dir titrab. O asharat jonliqlar orasida yılandan qo'rqatdi. Uningdan qutulish uchun putini silkibedi, yılan texmi bak yogashdi. Yılan uning putiga yogashgunicha yuqori o'rlayotdi. Mana endi beliga yogilishga boshladi. Qo'liqi to'yda kushildigan mudhish ovoz aniq anglandi. Dada, deb jenining borichi to'lida yo'l bosgan madad bilan. Shu aman 5 qadam yiroqlikda chambar shakllik bir nur to'shkisi paydo bo'ldi. Ashu kichikgina yo'riqlikdan dadisi Sultan Abdullaxonning boshsiz gavdasi ko'rindi. Buni ko'rib yo'l bosgan texmi bak qo'rqib ketdi. G'oyibdan dadisining ovozi anglandi. "Nima bo'ldingiz, ey aziz o'g'lim?" Men bu zulmatlik bayondan qutula olmayapman, ota. Sarkarda lashkarlarim meni tashlab oyoqlarimga yilay yog'ishib oldi. Faqatla midrim yonmadi. Meni bu yerdan qutqizmasizlar. G'oyibdan dadisining yana ovozi anglandi. "Ey aziz o'g'lim, sizni qutqizib olg'im bor. Ammo beshimni siz avatgan heliqi 2 jallod kesib akatgan. Shunga
men bu hech narsani ko'rolmayapman. Siz qishimga kelib qo'limni tuting. Men sizni bu yerdan yetlab chiqib qo'yay. Yo'lbosxon dadisining boshsiz gavdasiga yaqinlashmoqchi bo'lib qadam elgidi, putini midiriltamadi. Chunki yelqi yilon uning ikki putini mahkam yo'g'ib olgan edi. Yilonning kushildigan mudihish ovozi quloq tubida borgansiri aniq anglanatdi. "Ota, yilon putimni mahkam yo'g'ib oldi. Manglamayapman. Siz qishimga kelgan bo'lsangiz," dedi Yo'lbosxon zararli. "Ey o'g'lim, beshim bo'lmasa, sizni qandoq ko'ralayman? Undoq bo'lsa, siz avval mening beshimni qaytirib bering," dedi g'oyibdan kelgan ovoz. Yo'lbosxon yana gap qilishga tamshilib edi, yilon uning bo'yniga yugishib, gelini mahkam qisib oldi. Mana endi Yo'lbosxon nafasmi ololmadi. Yilonni bo'ynidan ajratish uchun kuchsiz qo'llar bilan tirmashdi. Ajallik xirqirdi. Yo'lbosxon xirqirgan peti uyg'onib ketdi. Oyim ko'rganlarning tush ekanligini bilib, yengil tinib oldi. Shu topda uning qip-yalang'ich badanini qora ter bosgan edi. Shahona chidir ichini 4 tal sham kunduzdek yo'rtib o'tgan edi. Bu tushni ilgirimi 2 qatim ko'rgan edi. Bu qo'rqinchli tushdan har qatim uyg'onganda dadisini o'ltirib yetishga odam avatganligiga nihoyat pushaymon qiladi. G'oyibona holda dadisidan kechirim so'raydi. Bugun kecha Oqtul lashkarlari qarorgohini bosqin qilmoqchi bo'lganligini esiga olib, yotgan yerdan chacharab qopib ketdi. Mahramini to'ldi. "Qaysing bor? Qaysing bor?" Shu hamon o'jirg'i mahram yigit kirib keldi. Yo'lbosxonning qip-yalang'ich badaniga shundoqli qarab, beshini tuvan soldi. "G'usul qilma," dedi Yo'lbosxon qopqini turib. Mahram yigit sirtqa chiqib ketib, ayol o'tmay yo'g'on dasni akirdi. Ondan bir suvga suv bilan bir cho'gin tayyorladi. Yo'lbosxon o'rnidan turib dashqa tushdi. Yigit sovuqdan cho'ginga mis nogay bilan suv bo'lib, Yo'lbosxonni istinjo qildirish uchun oldi orqasiga suv qo'ydi. Ondan Yo'lbosxonning qo'liga suv berdi. Yo'lbosxon qo'lini yuyib, eg'iz burnini chayqab bo'lgandan keyin Makram yigit bir qo'lida Yo'lbosxonning beshiga cho'gindagi suvni qo'ygach, bir qo'lida badallarini yumshoq silab yurdi. Yo'lbosxon bo'lsa, g'usulning oyatlarini erinchaklik bilan o'qishga boshladi. "Keyindi," dedi Yo'lbosxon yetak ro'mol bilan badanni yengil surtayotgan Mahram yigitga. Makram yigit Yo'lbosxonning avval ishtindi. Ondan yetak ko'ngligi bilan shahona to'nini kiydirdi. Putiga paypoq kiydirib, yumshoq sutga tikilgan o'tikni sotqizdi. "Dobulg'i savutlarimnaka," dedi Yo'lbosxon sallisini qo'liga olib bo'lgan Mahram yigitga. Yigit sallini qo'yib, dobulg'i savutni keldi. "Bak, Yatchi bigiga xabar qil. Har qaysi qarorgohdagi sarkardilar bargoh oldiga kelsin. To'xta. Yana topilib qo'y. Eshon pirimga xabar yetkazman deb oromini buzib qo'ymisiz?" Tun kecha bo'lgan mahal. Otlarning to'yqiga kigiz, lati yogib, avaylab dastlashgunicha shab chiqamay kelayotgan Yo'lbosxonning bir tumandan ortiq lashkari Ismoilxon lashkarlarining qarorgohiga yaqinlab qolgan edi. Qarorgoh atrofiga onda-sonda mash'allar yiqilgan bo'lib, chidir bargohlar ichidan pil-pil chiroq yo'riq ko'rinadi. Shundaqli qarmoqqa tep-tinish qarorgoh ichida lashkarlar xotirjam uxlayotgandek qiladi. Qarorgohga shab chiqamay bostirib kirib, uxlayotgan lashkarlarni rahim qilmay qirib tashlanglar,
dedi Yolbasxan sərkərdələrə buyruq verdi. Özü bolsa egizərək bir doңның üstüge çıkıp xas nökərlərinin həmralığında közütüp durdu. Qarargah içige bastırıp kirgen sərkərdə leşkerler Çedir bargahlağı bir qadamdan yıkıllaşmakta idi. Ғұр-ғұр çıqqan keç şamılı ulanın uykusunu etip ruhlandırıp etken idi. Ula Çedir bargahlarının içige kirip bir mı leşkerinin yoğluğunu görüp qattiq çötüştü. Atla aldın etmez. Mihmanı sahip kansız kütübeni şiirisini işletip demezme bu mürtetler. Dep toğlu etti sərkərdiler vahimiga düşken halda. Çekin ala! Tezden çekin ala! Onun içe naməlum qarangılıqdan xuddi aqar yıldızlardek küçüp gelgen ot atar oqları Çedir etrafıga, qarargah içige, şumbu dövüllerge sancıldı da lappıdı yanğın rahimsiz ot yalqını asmanğa götürüldü. Taraf-tarafdan yanırgan çoqan sören sadaları keçi asmını titirtib etdi. Qattiq sarasine, vahimiga tushgan Yolbasxanning leşkerleri pat-paraq bo'lishib, ko'zlariga chashqan tuyishki saray ko'ringunicha qayoqqa ketishni bilolmay bir-biriga ushandi. Putlashib. Kiyim-kechaklarga tutashgan o'tni o'chirish uchun echinishlik dod faryod ko'tarishgunicha yerda do'milishib. Daqiqa ichida sonsizlagan o't dövisi yerde domalashga başladı. Bu o't dövüllerden echinishlik noli faryod anlandı. Böktürmede turgan Aqsu leşkerleri to'xtamay o't atar ya o'q atatdı. Rahimsiz o't yalqini butkul qarargohga yamrab Yolbasxan leşkerlerinin qechish yo'lini etib olgan edi. Leşkerler aloqizodlik bilan uyan bu yonga yugurdi. Ulanın təngdin tolusu o't tutaşkan edi. Qarargohdan qechib chiqishga ulgurgan leşkerlerge Aqsu leşkerleri ajal qilichi, ajal nayzalarini so'g'i qilishyapti. Yegisiz qolgan atlar o't yalqundan urkib, qalaymaqon chepib, piyoda leşkerlerini dassab yonjiydi. Egiz to'pilikda turib, ahvolning chataqligini ko'rgan Yolbasxan qo'riqchi nökərlərini başlab, odul öz qarargohiga qarab tikibətdi. Tang süzülüşke yaqin Aqsu leşkerlərinin qarargohidagi o't asta-asta o'chishga başladı. Havani qo'yuq istitak qaplagan bo'lib, osmonni ko'rgili bo'lmaydi. Qarargoh ichi gohlarning bosh tarafi, gohlarning oyoq tarafi kuyib qo'qasqa, kavobga aylangan Yolbasxan qo'shinining leşkerleri bilan to'lib ketgan edi. Butkul soyni kuygan go'shning, kavobning hidi bir og'an edi. Yolbasxanning 5000 dan ortiq leşkeri mana mushunda qalda echinishlik kuyib o'lgan edi. Aqsu leşkerleri qarargohni to'liq bir kun tasirdi. Yandırgı günü səhərdə aygaqçılar Yolbasxanның barlıq qaldı qatlı leşkerlerini əgəştirib Astaniga qarab qaçqanlıq xəbərini yetkizdi. Bu xəbərini anlab İsmailxan bargahi aldıda leşkeri kengəş çağırdı. Əğyarlarımız keçibdi, dedi İsmailxan söz qilib. Biz ulağı harduq elib elishqin fürsət dəmək, qoğlab sür toqay qığınımızca udul Astaniga yürüş qınımız. Canabi sərkərdilər dərhal hazırlıq görüşke. Sərkərdə Şir Ali Bahadır Yazak qoşununun əmirligini üstüge alıdı, dedi Əmirul Umra Mirza Bababek leşkeri yürüşünün tərtibini orlaştırdı. Sərkərdə Ahmet Bey, sərkərdə Mirza Abbas, sərkərdə Namaz Şahla Yazak qoşunu bilen bildim alıdı. Ilgar, Parangar, Javangar qoşunumu Yazak qoşununun keyindilli yolga çıkdı. Şu günü İsmailxan Aqsuni saqlashqa o'g'li Babachaq sultonni 2000 ga yaqin leşker bilan qoldirib, butun qo'shini bilan Ostoniga qarab atlandi. Anglayotganlar Belqut to'ridan anlatılayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Şir Ali Bahodirning Yazak qo'shini xeyli tez mangan bo'lsa-mu, qochqin leşkerlarga faqatli yetishamadi. Yol boyu onunla Yolbasxanның taşlab etilgan yarador leşkerleri 2-3'ten gahi 8-10'dan uçurab turdi. Eğir yarılınıp
o'zining holdan xabar olamog'idek ahvolga tushib qolgan bu lashkarlarga yo'l bosgan yoki biror parcha non yoki ishkidek biror yutum suvni qoldirmay cho'l yo'liga rahimsizlarcha tashlab o'tgan edi. Ularning ba'zilari o'lgan, ba'zilari nimjon holatda yotibdi. Sherali Bahodir ularga biror 2 kun yetkidek suv, yemaklik berib, badindagi jarohatlarini tangdirib qo'yib, yana yo'lni davomlashtirdi. Әтсе Чыңғычыш мәхәлләдә көз yetkisiz чөл юлында кетіп барган Шәрәли Баһадирның язак кушыныга яны ташлап етилгән 100ге якын ләшкәр учырды. Буларның көпинчесе Хоҗа Хидоятулла Ишанның һәмдәмчи сопи ләшкәрләре иде. Quyosh чөлне тонырдek кыздып әткән булып, усап халдан кеткән бу ләшкәрләр йөзләргә кунып алган кашаң чивиләрне корышкымы маҗалы yetмәй, ölük tirikning orlig'ida yetishadi. Ularning ortidagi bir oz maqduri bor bir necha lashkar Sherali Bahodirni ko'rib nola qilishdi. Rahim qislar sarkarda bizga biror yutum suv bersana. Ular suv beringlar, dedi Sherali Bahodir qishidagi kerak yaroq begiga qarab. Kerak yaroq begi darhol qo'l ostidagi bir qancha lashkarni yarador lashkarlarga suv berishga buyurdi. Lashkarlar shu hamon harakatga kelib, yo'g'on ko'tak harvidagi yog'ochdondan suv berib, yaradorlarga ishqizdi. Bu yaradorlardan 10 nechisi allaqachon jon uzgan. Yo'lbosxon bu yerdan qachonroq o'tdi? deb so'radi Sherali Bahodir usuzlikni qondirib bir oz mag'durga kelgan yarador lashkarlar. Atigan zo'r vaqti bilan bizni mushundoq tashlab qo'yib, havo isib qolguncha yo'l ovut olmayman deb ketib qolgan, dedi yarador lashkarlardan biri. Biz sizlarni billab mang'olmaymiz, dedi Sherali Bahodir. Sizlarga ozroq osh, suv va oziq-tulik beray. Alınlardan xabar ağılı 10 lashkar qoldirma. Arkamızdan İsmailxon lashkarlari kelyapti. Sizlarni shular o'rinlashtirg'ay. Sherali Bahodir yaradorlarning holidan xabar elishga qoldirgan 10 lashkarga o'lib ketgan lashkarlarning nomini tushirib ko'mib qo'yib, ahvolni Ismoilxon yetib kelganda ma'lum qilishni topilib, qo'shinni boshlab yurib ketdi. Asr vaqti bilan bu yerga Ismoilxon boshchiligidagi asosiy qo'shin yetib keldi. Ismoilxon ma'lumotni anglab, bu 100 ga yaqin yarador lashkarni qandoq o'rinlashtirish haqida o'ylanib qoldi. Yarador lashkarlar Ismoilxonning o'zlari mushu cho'lga tashlab qo'yib ketishdan ansirab, nola qilishga boshladi. Bizga rahim shafqat qilishsalar baglarim. Suv, oziq-tulik bo'lgan bilanmi, bu bayondan chiqib yurt ichiga borolmaymiz. Qaysi so'likka iroda qilisizlar, bandalar? deb so'radi nimanidir xiyoldan o'tkazgan Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Eshon pulini to'qmoq chiqqandeklar. Bularning ko'pinchisi Xo'ja Hidoyatulla Eshonning so'pi lashkarlari edi. Yo'lbosxon Hidoyatulla Eshonning talabi bo'yicha butkul Saidiya tasarrufiga davlati ishqiya farmoni tushirganligi uchun xon lashkarlari tamomiy degudek ishqiya sulkiga kirgan. Kallullarga ishqiya sulkining aqidalari o'rnab ketgan edi. Shunga ular Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Eshonning maqsadini to'liq bilmasimi, xotirjam holda javob berdi. Albatta, saodatman ishqiya sulkiga iroda qilurmiz. Qutbul Aqtob Hidoyatullah Eshon hazratlaridir. Bu ozma murtatlarga non, suv berish joiz emasdir, dedi Xo'ja Abdulla Eshon bir dilla chiqar. Ular bilan korimiz bo'lmasin oliylari. Lashkarlarni yurishga farmon tushirgaylar. Bu ishtiyachi xarlarning topimi shu jazidagi qo'zg'olog'i yam bo'lg'ay. Xo'ja Abdulla Eshonning bu so'zlarini anglab, yarador lashkarlar olli to'g'ri selish qildi. Rahim qilishga yo'qotdilar. Bizden yanlısa Xudodan yana. Yurtda ojizalarimiz, cho'chirdek narsidalarimiz qolgan. Shulog'imi bo'lsa, ishlar og'irsin. Undaq bo'lsa, ozma ishqiya sulkidan chiqib,
saodat yo'lini ko'rsatkichi Ishoqiya sulkiga iroda qilishsa, dedi Xo'ja Abdulla Eshon ularga qamchisini shiltib turib. Unda qilmaymiz xo'jam. Biz ta'rif ilib, Qur'on tutib, Allohning muborak nomini tilga ilib turib, lafz qilganmiz. Pir buzurgimiz Hidoyatulloh Eshon Qutbul Aqtab hazratlari hammani ko'rib, bilib turdi. Pirimizning qarg'ishiga kelsak, u olamga borganda 500 ko'rmaymiz. Uningdan hozir o'lgunimiz afzal. İsmail Xonning bu yordorlarni qutqizuvog'isi bo'lsa-mu, Eshon pirining so'zlarini anglab jim turdi. Nebeli bo'lmasin Allohning mo'min bandalari tirik jonni o'lim girdobidan qutuldirish cho'ng savobdir, deb salom qildi Amrul Umra Mirza Bobobek. Bu gunohkor bandalarga shafqat saxovatlarini ayimg'aylatdir. Ular hazratlarining qilgan yaxshiligini o'ylabmi bo'lsa, aqidasidan yenib, keyincha saodatman Ishoqiya sulkiga iroda qilib qolsa, ajab emas. Ayni muddo, dedi Ismoil Xonmo darhol boboqning tarafini. Bu ozg'unlarning ko'nglini zulm bilan emas, yaxshilik bilan moyil qilgaymiz. Eshon pirimning shafqatini bular hamon bir kuni tushunib qoladi. Xo'ja Abdulla Eshon Ismoil Xonning gapini yerishga petinolmay, Mirza Bobobekka adovat bilan odib qo'yib neri ketdi. Mirza Bobobek yaradorlarning holidan xabar elib, ostonaga yetkazishga 50 lashkar bilan 4 dan ot ketilgan harvini qoldirdi. "Sizlar", dedi u lashkar beshiga qarab. "Bu yarador lashkarlarni harvil silib, oldin xabar og'ash ostonaga orqamizdan yetib beringlar. Ularni dushman ko'rib, dushmanlasanglar, xo'rlasanglar, yo'lda tashlab qo'ysanglar, osh ussiz qoldirsanglar, kallanglar bilan javob qilasizlar." Cho'ng qo'shin yana oldiga qarab ilgirlashga boshladi. Yuzlagan ol yeshil tug' alamlar cho'l osmonda hayvatlik lafildab, quyosh nurida rangdor yo'l olaydi. Qo'shinning so'r haybisini oshiratdi. Tömenligen lashkar va ot uloqlarning oyig'i ostidan ko'tarilgan qo'yuq chang to'zon quyoshning yuzini to'sib olgan edi. Anglayotganlar Beliqut to'ridan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Mana bugun Ostonning muhosirga ilinganiga hafta bo'ldi. Oqsudagi jangda qattiq yengilib, lashkarlarning tangdan to'lisidan ayrilib qolgan Sulton Yo'lbosxon shu qochganicha Udul Ostonaga kelib to'xtadi. Ostonning barliq darvoza qo'voqlarini mahkam taqib, ordu yasovullardan boshqa lashkarlarning hammasini har qaysi darvoza qo'voq sepillarga o'rlashtirib, jangga chiqmay yetib oldi. Oqsudagi tunji jangda 5000 dan ortiq lashkarning Mirza Bobobekka ergishib, Ismoil Xonga al bo'lib ketganligining saviqi esida mahkam tutgan Yo'lbosxon yana shundoq osiylikning yuz berishining oldini olish uchun xon lashkarlari bilan Hidoyatulloh Eshonning so'pi lashkarlarini xuddi bug'doy bilan go'rishni aralashtirgandek aralashtirib, sarkardalarga qaytadan taqsimlab bergan edi. Va lashkarlar orasiga nurg'ulg'an xufiya payloqchilarni o'rlashtirgan edi. Shu sababdan lashkarlar bir-biriga ishonmay, o'zaro gumon qilishib, birlik inoqlik buzilyotdi. Ostonning amirlik divanida qaytadan o'tirgan Hidoyatulloh Eshonmo Ostonni Ishoqiyachi mutlardan xoli qilish uchun cho'ng tozalash elib berib, nurg'ulg'an qurollarni tutib hapsiga oldi. Shuning bilan shahar aholisining vahimasi texim kuchayib ketdi. Yo'lbosxon Oqsug'i lashkar tortib, uzoq o'tmay Ostonaga qarashliq O'rdamliq, Gildon va Bashkan qatorliq yurtlardagi davati ishqiya, taqibi Ishoqiya targ'iboti bilan borg'ansiri zulm tortayotgan bir qism yurt xalqi Xo'ja Eshonlarga qarshi qo'zg'olon ko'targan bo'lib, bu qo'zg'olonning ta'siri tezdan kengayib, Qog'iliq, Poskam, Gurma qatorliq yurtlardagi xalqni qo'zg'algan edi. Bumi Yo'lbosxon uchun yana bir cho'ng tahdid paydo qilgan edi. Ikki o'tning orasida qolgan Yo'lbosxon texmi talvilishib ketgan edi.
kichikkina bir ish ditiga yoqmasa, ko'ziga cheliqqanligi odamni o'limga buyurdi. Qo'rqib, hushini yo'qotgan Hidoyatulloh Eshon bo'lsa, zindonlarning odamlar bilan to'lib ketgani bilan hisoblashmay, g'oljirlarcha odam tutatdi, uratdi, so'laydi. Ular yo shahar xalqiga, yo lashkarlariga, sarkarda amirlarga ishonmaydi. Shahar sirtida Ismoilxonning sarkardalarining jangi undab chalgan daqu dumboqlari to'xtamay gumburlaydi. Yo'lbosxon bilan Xo'ja Hidoyatulloh Eshon inig'i kirib olgan choshqandek o'rdig'i mahkam bekinib olgan edi. Bugun qo'zichush mahalda ostona sepilning qolg'at darvozasi tarafidan anglangan hayvatlik bir gumburlash butkul shaharni titrtibdi. Bu partalash sadosidan qattiq cho'chigan shahar xalqi yo uyda turishni, yo sirtqa qechib chiqishni bilolmay qaytibli qolishdi. Ordu beg'idagi Laluzar ravaqda sharob ichib ish-pushig'ini chiqarayotgan Yo'lbosxon liqqida sharob to'ldirgan oltin qadahni og'ziga oparguncha turibli qoldi. Yov lashkarlari hozirlik bostirib keldigandek dahshatlik bir vahimadan vujudini so'g'uq titrak bosdi. Yuragi qepidan chiqib ketgudek bo'lib dukurladi. Usul o'ynayotgan raqqos qizlar cho'r qarashqunicha bir yerga g'ujmaklashib oldi. Nag'ma qilishdan allaqachon to'xtagan sozandilar yana chalaymi, chanmaymi deganda qilib yer tegidan Yo'lbosxonga qo'rqimsirab qarashdi. O'rta qiziqchisining davomliq yejibli turadigan ko'z chiroyida ko'lkidan asarmi qolmagan edi. Nemish bo'pti? Tez bo'lib xabar etga. Bir ozdan keyin esiga kelgan Yo'lbosxon vahimini yo'shirish uchun sozandilarga sat go'layginicha til soldi. Sozandilar uzul kelgan bir paytiga nag'ma boshladi. Bir cho'gin choy qaynamchilik orliqda o'rda Yasovul begi Hidoyatulloh Eshon bilan birga qaytib keldi. Hech gap yo'q, xon oliylari, dedi Hidoyatulloh Eshon Yo'lbosxonning o'msa chiroyiga qaramaslikqa tirishib. Ol asi murtatlar yer ostidan lahmi ko'lab kelib, sepilni partlatmoqchi bo'lgan ekan. Qandoq bo'ldi hazratlarim? dedi Yo'lbosxon taqozoligini yo'shirib. Sepil mustahkam bo'lg'achqa hech qanday zarar yetmadi. Xotirjam bo'lsizlar, xon hazratim. Har qancha qismi ular sepilni hargiz partlatolmaydi. Sepilning mudofiasi kuchaytirilsin. Qanchalik-mo bexud qilish bo'lmaydi. dedi Yo'lbosxon bayotdan beri o'zi bilan o'lkatlashib sharob ichib berayotgan Amir Kabir Xo'ja Jarrohga. Ularning sepilni partlatishni planligini qaraganda cho'qim o'ziqchiligi tugab oldirib qo'yotgan gap. Biz moshundaq jangga chiqmay jimni turib oldigan bo'lsak, yana 10-15 kunda o'zligidan chekindi. Shundaq, dedi Xo'ja Jarroh. Xotirjam bo'lsizlar qibligahim. Biz sepilni mustahkam qo'g'dab, ol osiylarning bir lashkarini sepilning tugiga yaqin yo'latmaymiz. Lashkarlarga bo'lgan ko'z quloq kuchaytirilgan. Ularni soqiyachi qori musulmonlarning ozdirib ketishidan qattiq ehtiyot qilgaymiz. Xotirjam bo'lsizlar, xon oliylari, dedi Hidoyatulloh Eshon. Yalg'iz lashkarlarga emas, sarkarda amirlarga ko'z quloq bo'lib, so'z harakatlarini ta'qib qilib turadigan ishonchli xufiylarimiz bor. Ularning ko'zidan soqiyachi murtlarning bir tal chevini qechib qutlanmaydi. Birer yutum usuzlik ichib olamlar biz rehbar, dedi xilil xotirjam bo'lgan Yo'lbosxon Hidoyatulloh Eshonga qilib. Hidoyatulloh Eshon takallufsizla Yo'lbosxonning to'van tarafidan o'rin oldi. Qashtashi jamdagi muzdek sharobni kali suv ichgandek pushuldab turib biraqli ichdi. Shu asnoda Laluzar ravaqda Hidoyatulloh Eshonning xalifasi Molla Naqi lungsili o'shgan holda paypaslab Bilqut xazinasi. Hidoyatulloh Eshonni bir yoqqa sharatlab xulqiga tez-tez pichirdi. Molla Naqining gapini to'liq anglab bo'lgan Hidoyatulloh Eshon darhol Yo'lbosxonning qishiga keldi.
Xan aliylarga ma'lum bo'lg'ay. Xufiylarimiz bayla Asi İsmail xon bilan xat aloqa bo'lgan bir qism sotqin lashkarlarni bayqabdi. Qayada? Kimlar ekan u? So'radi Yo'lbosxon cho'chi. Qalg'at darvosini qo'g'dayotgan xon lashkarlari ekan. Ularning lashkar beshi Sarkarda Mirza Avrazbegmo gumonliq taqildi xo'ja. Darhol Qalg'at darvosiga boraylik, dedi Yo'lbosxon g'azab bilan o'rnidan turdi. Anglayotganlar Belqut to'ridan anglayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Ostanning muhosiriga olgandan beri bir necha qitim shiddatli hujum qilib, sepil tomlarini portlatibmi natijaga erishamagan Ismoil xon bilan Mirza Bobobayning ostonni elishga ko'zi yetmay besh qotdi. Shahar sepili egiz ham mustahkam, mudofiasi to'liq qattiq bo'lganligi uchun bir qancha qitim hujum qilib boqqan bo'lsa-mu, sepil ustiga o'q-dora, yog'och toshlar dövlab puxta mudofiada turgan Yo'lbosxon lashkarlari ularning hujumini chekindirib turdi. Ular har qitimli hujumda birer 200 dan lashkarning jinini bekordan bekorga sepdi. Ammo sepilning ustiga taqatli chiqolmadi. Birdan bir chora ish teshidan moslashish, dedi Mirza Bobobek lashkariy kengashda. Bundan boshqa amalimiz yo'q. İşkerden bizga kim moslashib berar? Dedi İsmoil xon eg'ir ufsanib. Oziq-tulik, yem-xechak tugay deb qoldi. Ko'p bo'lganda yana 10 kun bardosh bera olishimiz mumkin. Yoki muhosirni bekor qilib, Oqsuga qaytib turib, puxta tayyorlik qilib olib, ko'zchi qaytib kelamdik ya. Unda qilsak, nurg'un ajrimiz bekor ketmamdi oliylari, dedi Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Eshon ko'z oldidagi tayyor o'ldini tashlab ketgisi kelmagan yetqush hayvonga o'xshash tik-tik bo'lib. Lashkarlarning oziq-tuligi qolmagan bo'lsa, atrofdagi har qaysi yurt bayliklardan alayli. Qani, kim bizning buyuk silki Ishoqiya g'azotchilarimizga oziq-tulik bermaslikka petin olaydi ekan? Menga birer mingcha lashkar baslar. 3 kun ichida lashkarlarimizga yana birer oy yetkidek oziq-tulik tepkirak. Al-Ra'yatning kuni qoq, dedi Mirza Bobobek Eshonning maslahatiga qo'shildi. Ular Atiyazning seriq talchiligidan amdili qutulib, aron-tasta yurib qo'lashdi. Etizlardagi bug'doylarining pishishig'i yana birer oygacha vaqt bor. Ularga zulm selib, bir vaqtlik topsa, bir vaqtlikka yo'q turgan ozg'ini lo'qmasini tortib oladigan bo'lsak, avomni norozi qilib qo'yamiz. Har qaysi yurtlarda Yo'lbosxonga qarshi qo'zg'algan avomning va ularning yo'l boshlovchilarining ishonchidan ayrilib qolamiz. Bizning ko'ngli sovib ketadi. Avom degan ko'rinishda to'limi sabrlik, intayin yavash ko'ringani bilan sabr qochisi to'lib qo'zg'alganda hech nima tankilanmaydi. İskender Zulqarnayndak qudratimiz bo'lsin beka. Shunlashqa avomni norozi qilgan ishni zinhor qilmagan tuzuk. Amsa qanday qilgan tuzuk janobi Amrul Umra? Dedi Xo'ja Abdulla Eshon terk. Qo'limizga kirayli deb qolgan ostonni tashlab ketamdiq endi. Faqat bo'lmaganda shundaqmi qilmay chora yo'q, dedi Mirza Bobobek xotirjamlik bilan. Bir tadbir o'ylab qo'ydi. O'limining qandoq bo'lganligiga toza ishonchim yo'q. Shundoq bo'lsa-mu, yetib qolguncha yetib qol deb bir sinab ko'raylik. Qani, tezroq ustoz, dedi Malika Muhtaram xonim oldi. Hozir ostondagi ra'yatningmi, lashkarlarningmi Yo'lbosxonga bo'lgan ishonchi sustlashdi. Biz ularga hozirgi vaziyatni obdan bildirib, foyda ziyinni tushuntirib, maktub tayyorlaylik. Bu maktublarni yo o'quvga yo'gab, sepil ustidagi lashkarlarga qaratib ataylik. Xatni ko'rgan sarkarda lashkarlarning orasidan biz bilan moslashadiganlar chiqib qolar.
Bu bo'ldigan tadbirga, dedi Maliki muhtaram. Undaq bo'lsa, mayli, sinab ko'rib baqayli, dedi İsmail xon. Hamsa bu maktublarni Ostona sepilning har qaysi quvuqlaridagi lashkarlarga va shahardagi avomga yetkazib berishni sarkarda Maliki muhtaram xonimning o'qiyachi marganlari ustiga asos. Baş ustiga, dedi Maliki muhtaram xonim. Xotirjam bo'lsizlar, maktublarni o'qiyachi marganlarim ko'zlagan nishonga to'liq yetkazib bera oladi. Yo'lbosxon Ostona sepilning oltin darvozasi, Qashqar darvozasi, Xonqa darvozasi, Qalg'at darvozasi va Masxara darvozasidan iborat 5 darvozaning har biriga birdan sarkardani lashkar beshi, 2 dan sarkardani o'rinbosar qilib 3000 dan lashkar bilan mahkam saqlab o'tirdi. Har qaysi darvozani qo'g'dayotgan sarkardalarning zimmisida qo'vuqning 2 tarafidagi sepillarni qo'g'dash doirasi bor edi. Bugun Qalg'at darvozasini saqlayotgan sarkarda Mirza Avrazbekning lashkarlari sirtdan to'yuqsiz uchib kelib, sepilning vilqut xazinasi qo'qtisiga sanjilib qolgan yo o'qini ko'rib, o'qqa yugurib, ustidan qizil sho'yi bilan chekilgan xatni ko'zi tushdi. O'qni elib, xatni o'qishga boshladi. Assalomu alaykum Ostonadagi muhtaram ra'iyat, bahodir sarkarda lashkarlar. Bizlarga Yakan Saidiya saltanatining haqiqiy taxt varisi Sultan İsmail xon va uning bahodir sarkarda lashkarlaridan yetib ma'lum bo'lganki, buyuk xonligimizning asaddiy osisi, ot qotili, taxt o'g'risi Shahzoda Yo'lbosxon va uning so'xanchi riyokor go'pponchilarining mahshar kuni yiqilishib qoldi. Allah egam buyursa, pot yaqinda ular o'zlarining kechirgusiz gunohlari uchun avom oldida javob qiladi va tegishli jazosini tortadi. Ammo bu ishlar oddiy avom, lashkarlar va bir qism vijdonliq xonligimizga sadoqatman sarkarda amirlar bilan munosabatsizdir. Shunlashqa sizlar ushbu maktubni topshirib olgandan keyin osiylarga yantayoq bo'lmay, qo'linglardagi ajal shamshironglarni tashlab, xonligimizda tinch, osoyishlikning tezroq asliga kelish uchun biz bilan hamkorlashqaysizlar. Ko'pi ko'rsatkichlar tortiqlanib, e'tiborlanadi. Bola chaqa jaddi jamiyati xonlikning shafoatiga erishadi. Jahillik quvuvchilarning oqibati o'ziga. Sening yomon yo'ldan yenib, tezroq bir qarorga kelib, bizga javob qaytarishinglarni kutamiz. Alloh taolo sizlardan rahmatini ayamag'ay. İsmail xon sultondan deb bilgaysizlar. Xatni o'qib, lashkarlar g'ulg'ulg'i tushdi. Shahar bo'sig'i tuyiga bostirib kelgan kuchlik yovga tang kelinmaydiganligini bilib yetgan lashkarlar allaqachon ishonchini yo'qotgan edi. Xat ularning irodasini texmo bak tavirtib etgan. Ular murtatlarning xitini men beringlar, dedi ularning ortisidagi bir so'pi lashkar. Uni darhol Qutbul Aqtab pir buzurgimiz Hidoyatulloh Ishon hazratlariga topshiramiz. Yo'q, avval sarkarda Avazbek topshiramiz, dedi bir qism lashkarlar. Xatni Ishon pirimizga topshirmaslik sarkardaning ixtiyori. Salla murtad Ishoqiyachi Tunguzlarga yon beshyapsa. Sen lashkar yusini bilmaydi ekansan. Lashkar degan o'z sarkardasiga sadoqatman bo'lishi, lashkari yo'sindan chiqib ketmasligi, lashkari ishlarga munosabatli bunday ishlardan eng avval o'z sarkardasini xabardor qilish kerak. Bulardan xatni tortib olishga ko'zi yetmagan Hidoyatulloh Ishonning so'pi payloqchisi ahvolni darhol otamini xalifa Molla Naqiga yetkazdi. Molla Naqi bo'lsa udul Hidoyatulloh Ishonning qishig'i yugurgan edi. Sultan Yo'lbosxon Hidoyatulloh Ishon qatorliq hamrohlarini agashtirib, o'rnidan chiqqanicha Qalg'at darvozasiga yetib kelganda sarkarda Mirza Avazbek yeliqi xatni o'qib o'tirdi. "Qani, ul osiylarning maktubi", dedi Yo'lbosxon Avazbekka g'azab bilan homiy. "Xatmana oliylari", dedi sarkarda Avazbek Yo'lbosxonga xatni ikki qo'llab tutdi. Yo'lbosxon xatga chala puli ko'z yugurdi. Eliqi payloqchi so'pi lashkarlardan so'radi.
murtatlar bilan til biriktirib, xat aloqa qilishga osiy lashkarlar qaysi? Paydoqchi Sofi lashkar bir chetda qarab turgan 50 ga yaqin lashkarni ko'rsatdi. Shu on hazrati. Kelinglar. Bu munofiqlarning kallasini ilib, har qaysi quvuqlar opirib sazo qilinglar. Xonga osiylik qiluvchilarning oqibatining qanday bo'lganligini boshqalar bir ko'rib qo'ysin. Rahim qilinglar xon olildi. Dedi Sarkarda Avazbek darhol Yo'lbosxonning oldiga kelib, qo'l bog'lab turib. Lashkarlarda gunoh yo'qdir. Ularning gunohi yo'qmikan texi? Dedi Xo'ja Hidoyatulloh ishon tishlarini g'o'chirdi. Ular gunohsiz bo'lsa, nemishqa xatni yo'shirmoqchi bo'ladi? Ular yo'shirgan emas ishon piri. Dedi Mirza Avazbek ochiqdan gadiniga chiqdi. Xatni avval menga topshirib bermoqchi bo'lgan. Har qanday ahvol ko'rilsa, eng avval o'z sarkardasiga ma'lum qilish aqalli lashkari yo'sindir. Sizlar lashkari yo'sinni pesh qilib, to'la gapni o'g'latmisizlar, dedi Hidoyatulloh ishonch chaqirib. Har holda janoblarining o'l osiylar bilan tillari bir emasdir. Sarkarda Avazbek o'g'il qilmag'aylar ishon piri. Birovga tuhmat qilish islomiy shariatda eng og'ir gunohdir. Undaqda bu xatni qanday tushundirsiz, Sarkarda? Dedi Yo'lbosxon ko'zlarini chaqchaydi. Xatni muborak nazarlardan qayta o'tkazganlar xon oliylari. Bu xat qandaqdir birovlarning shaxsiy nomiga yozilmagan. Tenib olmoqchimisiz, Sarkarda? Dedi Yo'lbosxon tishlarini ko'rishtirib. Qo'l ostingizga lashkarlarga yaxshi ko'z quloq bo'lmaganligingiz uchun sizni jazodan qechib qutulmaysiz. Kelinglar, dedi Yo'lbosxon agashtirib kelgan 500 nafar xos yasovliqqa. Av osiylarning kallasini tenidan judo qilinglar. Sarkarda Avazbek lashkarlarga ko'z quloq bo'lib, yaxshi boshqarmaganligi uchun 50 darra urilsin. Bu Talvi xonga yelinishning hech qanday önemi bo'lmaydiganligini sezgan Sarkarda Avazbek lavlarini mahkam tishlagunicha ko'zlarini yumib oldi. Yasavulla lashkarlarning bizga o'g'il bo'ldi. Xon oliylari rahim qilsa deb noli faryod qilishlariga parvomi qilmasdan naq maydonda tizlandirib qallasini oldi. Sarkarda Avazbekning ko'zlaridan taramlab tushgan yosh yarishimni qo'yilgan qop-qora soqollarini yuvdi. Yasavulla 50 ga yaqin begunoh lashkarlarning kallasini elib bo'lgandan keyin Sarkarda Avazbekni sanab turib darriga bosdi. Avazbek dumbisiga taraslab tushayotgan darri azobiga bardoshlik berib, varqirab tashlamaslik uchun lavlarini tishlab qanotib olgan edi. 16-darri urilayotganda ahvoldan xabar tepib otliqqa yetib kelgan oltin darvozasini muhofazat qiluvchi lashkarlarning sarkardasi Mirza Haydar Davlati otdan sakrab tushdi. Sulton Yo'lbosxonning oldiga kelib qo'l bog'ladi. Sarkarda Avazbekni apu qilg'aylar oliylari. Yo'lbosxon qopig'ini ko'rib, ta'tir qarab turib oldi. Sarkarda Mirza Haydar Davlati xondan yana o'tindi. Yo'l lashkarlari bo'shig'imiz to'yida turibdi. Mushunda xatarli paytda xon oliylari Sarkarda lashkarlarning gunohini kang qo'rsoqlik bilan kechirim qilib, mehr shafqatlarini namoyon qilsalar. Sarkarda lashkarlarning jasorati hasilab eshib, oliylarining cheksiz mehr shafqatidan suyungan bo'ladi. Navada anchikim gunoh uchun Sarkarda lashkarlarning diliga azor berilsa, ularning ko'ngli suvib ketadi. Yov bilan elishishga ro'yi bo'lmaydi. Yov bilan elishgan taqdirdimi xon oliylari uchun bahodirlik ko'rsatilmaydi. Hozir do'stlarning dilini ranjitadigan emas, balki ag'yarlarimizga zarba beradigan payt. Xon oliylari arzimas sarkardalarning iltimosini o'ylashib ko'rgaylar. Mirza Haydar Davlatining o'rinliq so'zlari Yo'lbosxonga ta'sirini ko'rsatdi. Sarkarda Mirza Avazbekning dumbisiga 28-darri tushayotganda zuvonga keldi. Bo'pti. Sarkarda Mirza Haydar Davlatining yuzini qilay. Jazo to'xtatsin.
Buningdan keyin yana mushundaq ishlar yuz bersa, qat'iy yuz xotir qilmayman. Qo'q sepillarning muhofazati kuchaytirilsin. Bexaslik qiluvchilarning kallasi silindi. Yo'lbosxon gapini tugatibla hamrohlarini boshlab Qalg'ot darvozasidan ayrildi. Qonxo'rning qo'lida o'lib tugaydigan o'xshaymiz, dedi sarkarda avazdak lashkargohga kirgandan keyin. Qo'ltiqidan yo'lab turgan sarkarda Mirza Haydar Dug'latiga qarab. Rahimsizlik bilan urilgan darra uning badanining soq yerini qo'ymagan edi. Biri sarqirab og'rib o'tdi. Sabr qilsa sarkarda, dedi Mirza Haydar Dug'lati. Xonning yerini yo'lvoz deydigan tamsil bor emasmi? Yo'lvozxonning yirtqichligi tutsa, odam yemay qolmaydi. O'g'ri shundoq. Ammo o'sha sho'r peshona lashkarlarda nima gunoh deyman sarkarda, dedi Mirza avazdak ko'zlaridan taronlab to'kilayotgan yoshlarni to'xtatmay. Qarab turibla zabardast ammo yigitning kallasini oldi. Bundan o'ta xo'mizlik bo'lamdi jahonda. O'zining dadisi bilan bir qo'rsoq qarindishni o'ltirgan odamdan yana nima mehr shafqat kutkilik. Aman qolayli deydigan emas, ehtiyot qilmoqlik kerak. Bo'libmi, Hidoyatulloh ishondan bakarak ehtiyot qilganimiz tuzak. Lashkarlar orasida uning xufiya payloqchilari yamrab ketdi. Qattiqroq birni tinig'lim bo'lmaydi hozir. Nima? Ehtiyot qilish damla? Ehtiyot qilish deganlik yavaşlik bilan o'limni kutish deganlik, dedi avazdagi chiroyi jiddiy tus berib. Aslida o'z vaqtida yo'lbosxonga ergashganimiz xato bo'lgan. Biz bu xonxo'r tallining xuy tallini bilatdik emasmi? Sultonning muhaqqimiz texayliq isha. Vujudida qanchalik mehr shafqat yo'q bir yalmavuzlik qo'l berib murt tutdik. Bir buzuruk avliyo deb beshidagi changlarni ko'zimizga surtibdik. Shir Arslandek emlik yigitning jinini tilib olmoqda yo'q. O'tqur qilib u olamga borganda vaylim do'zaxda kuyib kul bo'lib ketsam mayli. Kechdan bundoq birda ko'tirsin o'ndoq sulki ishqiyasini. Dilqut xazinasi ostaroq so'zlislar sarkarda, dedi Mirza Haydar Dug'lati atrofga ehtiyotchilik bilan qarab etib, u ko'zini avazdagning chiroyiga sinash nazari bilan tikdi. Bu so'zlarni dard azobiga chidamay devatamlar yoki chin so'zlarmi? Dadam meni o'g'il bo'l deb topgan, dedi avazdak texmi g'azablanib. Bu gaplarni unchalik dard azobiga chidamay degan bo'lsam, o'g'il bola erkak bo'lmay ketay. Ashu 50 yigitning o'limi yurak bag'rimni xun qilibdi. Ular meni sarkardimiz, posibanangiz deb hurmatlaydi. O'tqa desam o'tqa, suvga desam suvga kirishdan boshlatmaydi. Ularni qarab turib qo'g'diyanmidim yana. Endi qanday qilay deylar sarkarda? So'rdi Mirza Haydar Dug'lati yana ko'chilab. Amina bir o'lim, dedi avazdagi qat'iylik bilan. Ehtiyot qilib, dakki-dukkida choshqandek yashaydigan ashu xonxo'r xonning yoliqini lanmishdak yalaydigan bundoq jondan kechdim. Sepilning sirtidagi Ismoil xon lashkarlarga darvozni ochaman. Ashu xonxo'r Yalmavuz xon bilan erkaklarcha ilishib, o'lim orqali begunoh o'lib ketgan lashkarlarim oldidagi gunohimni yuyman. Happali, mana endi haqiqiy o'g'il bola, erkak Bahodir Avazbekdek gap qildilar, dedi Mirza Haydar Dug'lati chiroyiga qoyillik bilan kulki yugurdi. Agar mushu niyatlar rost bo'lsa, mana men sizlarga hamdard bo'laman. Rost gap qo'tamlar sarkarda, dedi avvaldak hayajon bilan. Shuning ishonchligi mening dadam o'g'il bo'ldi deb baqqan. Mirza Haydar Dug'lati qo'ynidan bir parcha xatni elib avvaldak ko'rsatdi.
İsmailxon oliylarining yo huquqi bog'lab avatgan xetini boyatdan manni topshirib olgan. Sizlar bilan mush to'g'riliq muloqoti bo'lib kelay deb otni egartib tursam, boshlariga kelgan bu deshvorchilikdan xabar topdi. Xudo ikkimizning niyat iqbolini bir qilgan ekan. Amsa nimaga qarab turmiz sarkarda? Darhol darvozani ochayli, dedi sarkarda avazak. Bunda aldirasalik qilsak, ajrimiz bekor ketadi. Ishni puxta qilganimiz yaxshi. Sal-pal chandurib qo'ysak, bu ham 50 emas, minglab yigitlarimizning qani behuda to'kildi. Qo'liqim sizda. Tadbirlar bo'lsa ko'rsasizlar. Biz İsmailxon oliylar bilan maslahatlashib olmaylar darvozani ochadigan bo'lsak, niyatimizdan bexabar İsmailxon buni bir hiyla o'xshaydi deb o'ylab, lashkar tortib kelishdan ehtiyot qildi. Yo'l bosganning qo'liga naqli tushimiz. Shunga avval bugun kecha ishonchli yigitlarimizdan birini Mirzo Bobog'bek oliylarining qishiga avataydi. Bu kishi bizni obdan tushundi. Shularning javobiga qarab, kelishib olgan muhlatda ondan darvozani ochaydi, dedi Mirzo Haydarda o'lardi. Sarkar janoblari, har ishlatib qoldilar. Shunga sizlar xotirjam yetib jarohatlarini emlasizlar. Bu ishni lashkarga qaytib o'zim bajaray. Ma'qul amsa, shundoq bo'lsin. Ko'p ehtiyot qilg'aylar sarkarda, dedi avazbek. Xotirjam bo'lsizlar, dedi Mirzo Haydarda o'lardi. Bugun kecha lashkarlar orasidagi payloqchi sufi lashkarlarni tamomiy nazarbat qilg'aylar. Hamda bir mu lashkarning lashkargohdan chiqishiga ruxsat qilmag'aylar. Xudo buyursa, bomdoddan burun xush xabar yetkazgayman. Anglayotganlar Beliqut to'ridan olintilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Bomdod namozidan keyin ostonning qalg'ab darvozasi bilan oltin darvozasidan ko'tarilgan haybatlik cho'qon so'ran sadosi butkul ostonni larzaga keltirdi. O'z haramlarida kechidan beri qilgan ishratvozliqlarining ta'siridan ezilib uxlab ketgan sulton Yo'lbosxon bilan Hidoyatullo Eshon bu cho'qon so'ran sadosidan cho'chib uyg'onishdi. Vujudini asir qilgan vahimadan badallarini sho'rlida qor tar bosdi va log'-log' titradi. Shu on oldirib tenib kiyinishdi-da, har ikkilisi o'rniga Shohinshinga qarab yugurishdi. Ahvol chatoq pirim, murtad soqiyachilar shahar ichiga bostirib kirdi, dedi Eshon qasrining darvozasi oldida do'qurishib qolgan Molla Soqi bilan Molla Naqi xalifa hozirab hurmatliginicha Hidoyatullo Eshonga qarab. Nimish bo'ldi, oldirmay so'zlasizlar, dedi Hidoyatullo Eshon futqulni jon qonmagan holda. Sarkarda avazbek bilan sarkarda Mirzo Haydar Do'g'loti osiylik qilib, Qalg'at darvozasi bilan oltin darvozasini Oqsuv lashkarlariga yechib berdi. Ular hozir shahar ichiga bostirib kiryapti. Eshonning topindan kirgan bir muz beshidan chiqib ketdi. Ikki chekkisi purrida tarladi. Chiroyi tatardi. Uningga hozir butkul olam jahon o'ngtirilib ketgandek ko'rinyapti. Sultan Yo'lbosxon oliylari xabar berib o'tamdiq pirim. Molla Soqining so'rgan bu savoldan Xo'ja Hidoyatullo Eshon darhol esiga keldi. Bo'lg'iliq bo'pti. Endi o'z beshining g'amini o'zi yesin. O baxt qora shahzoda, dedi Hidoyatullo Eshon aron qo'pirgan imoratining g'ulab tushkunini ko'rgan odamdek hasratlangan holda. Darhol qasrdagi o'rig' mollarni yig'ishtirib, ot uloqlarni jabdola. Haramdagi ovchi bo'limlarni xabarlantirib, xo'jazodlar jabdandirilib tayyor bo'lsin. Ostondan xoniqa darvozasi orqali chiqib ketamiz. Ikki darvozadan yo'lbostak bostirib kirgan Ismoilxon qo'shini sarkarda Mirzo Avazbek bilan sarkarda Mirzo Haydar Do'g'lotining lashkarlarining yo'l boshlashida Odul o'rniga qarab ilgariladi. Orda sepilni qo'llayotgan Yasavulloh o'rchap bilan kelayotgan bu hayvatlik qo'shin bilan elishmayla jinnini yoqiga elib qaytishdi.
Şahinşindeki taxtda nemish bo'lganligini tek to'liq anqirolmay, Hidoyatullo Eshonni kutib o'tirgan yo'l bosgan Shahinshinga bostirib kirgan sarkarda Mirza Avazbekni ko'rib, rangi o'chdi. Chiroyi o'likdek sarg'ayib ketdi. Vujudi nohaq o'lib ketgan lashkarlarning qisos o'ti bilan larziga kelgan Avazbek taxtga qistab kelib o'tdi. O'zlarini besog'ayla sarkarda, dedi Sherali Bahodir Avazbekning yo'l bosganni o'ltirib yetishdan ansirab. Shahzoda yo'l bosganni qandoq bir taraf qilishga Sulton Ismoilxon oliylari o'zi farmon tushirgan. Sherali Bahodirning so'zlarini anglab, yo'l bosganning put-qo'liga ozroq jam kirdi. Avazbek qarab takabburlik bilan baqirdi. Taylandın yan, chiqiradi Avazbek. O'z sultoningga qilich tavlab, gunoh qilma. Ey Hajjaj, sen o'z otangni, o'z qarindishingni o'ltirsan, gunoh qilmaysan o. Men sendek bir xunrizni o'ltirsam, gunoh qilmatamman. Seni o'ltirgan gunohing uchun kallam kessin mayli. İkkallarını öz qo'lim bilan ag'rimag'in. Avazbek shundoq dedi-da, dahshatlik birinlari tatquncha sakrab berib, Yo'lbosxonning bo'yniga qilqut xazinasi. Shu hamon Yo'lbosxonning boshsiz tini taxtda qing'iyib qoldi. O'zilgan beshi bo'lsa, avval shaxsupsiga, ondan yerga do'minib tushdi. Sherali Bahodir Avazbekni to'sishga ulgurmagan edi. İkki osh pishim vaqt ichida Ismoilxonning sarkarda lashkarlari ostonni to'liq qo'lga oldi. Ismoilxon o'rniga kirib, Shahinshindagi taxtda o'tirdi. Jangdan yongan sarkardalar Shahinshinga kirib, o'zlarining ajri tuhbatlarini ma'lum qilishdi. Malika Muhtaram xonimmo Yo'lbosxonning amir kabir xo'ja Jarrohning beshini bir navkarga ko'tarib olgan edi. Janobi Parvizirek, Xo'ja Abdulla Eshon hazratlari ko'rinmaydi-ku, dedi Ismoilxon Shahinshindagi sarkarlarni bir qo'r nazaridan o'tkazgandan keyin. Ma'lum bo'g'ay, dedi Tavobchibek Mirza Abdurahmon oldigaroq chiqib. Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Eshon hazratlari bir to'p sulpiy lashkarlarni agashtirib, ostondagi ishqiya sulkidagi nomusulmon ozminlarni jazolayotdi. Tavobchibekning ma'lumotini anglab, Amrul Umra Mirza Bobobek cho'chib ketdi. Oldigaroq chiqib, Ismoilxonga qo'l bog'lab turib murojaat qildi. Xon oliylari, Eshon hazratni ishqiya sulkidagilarni jazolashdan to'xtatishga farmon tushirgaylar. Hidoyatullo Eshonga qo'l berib sulki ishqiya yo'lni tutgan avom gunohsizdir. Bundaq fojia ilgari Shahzoda Nurdinxon Qashqarni fatih qilgandimi? Shahzoda Yo'lbosxon ostoniga kelib, taxt tortib olgandimi yuz bergan? Minglagan begunoh ra'iyatning qani behuda to'kilgan. Xon oliylari, amdili ostonni fatih qilib, o'rniga kirgan mushunda xosiyatli kunda yana bundaq fojianing takrorlanishi avom orasida fitna fasodga sabab bo'ldi. Al ra'iyatning ko'ngli saltanatdan suviydi. Saltanatimiz sulukdan mustasno bo'lishi kerak. Zinhor suluk mazhabga homiy bo'lmag'ay. Ismoilxonmo xeyli burunla kunlarning birida Saidiya taxtida o'tirish niyati bo'lib qolsa, saltanatni suluk mazhabdan xoli tutish niyatiga kelgan edi. Shunglashqa u Mirza Bobobekning iltimosini darhol qabul qildi. "Farmon", dedi u. "Sarkarda Sherali Bahodir Parvizirek hazratimni o'rniga qaytirib kelgay." "Farmon berdarman", dedi Sherali Bahodir va mengishga tamshadi. "Sarkarda to'xtab tursiz", dedi Mirza Bobobek Sherali Bahodirni to'xtatib va Ismoilxonga qarab yana murojaat qildi. "Eshon hazratlari odatda sarkardaning gapiga ancha quloq solib ketmaydi. Xon yorlig'i bo'lmaganligi uchun Sherali Bahodirning gapiga kirmasligi mumkin. Shunga oliylari molar ko'may, ballardagi shohona qoshtashi kamirini farmonlarining isbot sifatida Sherali Bahodirga bergan bo'lsalar." Ismoilxon darhol qoshtashi kamarni yechdi. "Sherali Bahodir bilan ma'mur bilib beray", dedi Malika Muhtaram xonim. "Ijozat",
dedi Mirza Boboqbek Malika Muhtaram xonimning hamdamga berishdagi muddaosidan so'ng. Shar'ali Bahodir bilan Malika Muhtaram xonim Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Ishonni izlab topganda allaqachon Hidoyatullo Ishonning qasriga bostirib kirgan Xo'ja Abdulla Ishon qasridagi Hidoyatullo Ishon bilan birga qechib ketishga ulgurmagan barliq qari yosh ayol sufiy xizmatkorlarni qilishdan o'tkazib ko'cha rastlardagi ishqiya sulkidagi ozg'inlar deb qaragan 2000 ga yaqin begunoh xalqni qirib tashlashga ulgurgan edi. Gerçi Mirza Boboqbek har qancha tirishchilik ko'rsatgan bo'lsa-mu, Ishoqiya sulkidagilarning ishqiya sulkidagilarni o'ldirishlik echinishlik fojia yana takrorlangan. Ostona ko'chalari qonga bo'yalgan edi. Shunda qilib milodiya 1670-yil yozda Sultan Abdurashid xonning 12-o'g'li Abdurahim xondan bo'lgan 2-navrisi Sultan Ismoil xon jiyan o'g'li Shahzoda Yo'lvoz xonni o'ldirib, o'zini xon deb jakarlab Saidiya taxtida o'ldirdi. Bu chaqda xonqa darvozasini qo'dayotgan so'fiy lashkarlarning himoyasida ostondan bexatar qechishga muvaffaq bo'lgan Xo'ja Hidoyatullo Ishon Qashqarga qarab o'la tirdishiga boqmay ketib boradi. Oq ot ustida Qashqarga tushib ketgan itdek shumshib o'ltirgan Ishonning kallasi hasratlik xiyol va qisosxo'rlikqa to'lgan qasamlar bilan to'lib ketgan edi. Oh Tangri, mazar podshohi padar buzurg. Ming jafolarni qo'lga keltirgan bu saltanat yana qo'ldan ketdi. Menga qo'shtalay farzandlardan madadlarni oyimag'ayla. Xotirjam bo'lsin ekan. Padari buzurgim. Bu saltanatni ozg'ina kunda yana qaytirib olaman. Saidiya tasarrufida saodatman sulki ishqiyaning tug' shaddasini yana javlon qildirman. Ashaddiy raqibimiz Ishoqiyachi qori musulmonlarning nejistinni o'zlarining qonlariga g'arq qilaman. 6-bob. Sulk tumonlari. Xo'shalligidan ko'ra g'am qayg'ulari ko'payib qolgan. Shu sababli xilil cho'ldarib qolgan ostona ko'chalari yaqindan beri yana qaytadan ovotlashib, jonlanib qolgan edi. Sultan Ismoil xonning saltanatni sulk mazhabdan mustasno tutish siyosatining ta'sirida sulki Ishoqiya targ'ibotini bo'shashtirishga majbur bo'lgan Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Ishonning xalifa sufilarining zulmidan qutulib bir oz xotirjamlikka erishgan shahar aholisi xilili ko'ngil ozodligiga chiqib qolgan edi. Sulki ishqiya murtlarining o'ldirilishi, dumbalanishi, jazolanishi, mol mulkining bo'lon-talon qilinishi, uy vaqtlarining ko'ydirilishi yaqindan beri asosan to'xtagan edi. Cho'nglashqa savdogarlar, do'konlarlar, hunarvan kasiblar, ushoq tijoratchilar, chor bozorchilar, bediklar qaytadan tijorat boshlagan. Bir mezgil taqilib qolgan Sarrob bozoridagi oltin saroyi, tilla saroylari qaytadan ochilgan edi. Oddiy xalq bekinib olgan uylardan ko'ch-ko'ylarga chiqishga, xotirjam tirikchilik qilishga boshlagan edi. Nelardir g'oyib bo'lgan chet ellik savdogarlarmi to'gi karvonlarini yetlashib shaharga kirishga boshlagan edi. Shu kunlarda Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Ishon yengil taxtga o'tirgan Sultan Ismoil xondan xilil ranjib qolgan edi. Chunki Ismoil xon tunji turkumda mansabga tayinlagan o'rda amirlarining orasida nima sababdandir bu pir buzurgni unutib qolgan edi. O Sultan Ismoil xonga marhum dadisi Xo'ja Shodi Ishonning Sultan Abdullah xon zamonasida o'rdining najiblik martabasiga erishib, xonning so'l tarafida o'tirishga musharraf bo'lganligini alohida eskartgan. Shu orqali o'zining bu oliy martabaga erishish tamasining borligini bildirgan edi. Afsus, Ismoil xon pir buzurgning bu orzusini qondirmagan edi. Acaba Ismoil xon shuncha oshkora bildirilgan beshoratni bilolmagidek darajada qalvolishib qolganmi? Yo'q. Buning tagida chuqur bir o'yin bor. Mirza Boboqbek degan murtad harom tamoq xonning burnidan yetlayotdi.
Saidiya tasarrufida davati Ishoqiyani cheklashga farmon tushirishga yo'l ko'rsatganmi shu. Parvizuruk bilan xonning o'rtasida to'siq bo'lib turib shu. Bu ishlarni o'ylagan sari pig'on chekatdi. Xo'ja Abdulla Eshon hashamatlik Eshon qasrida xuddi ichida yodi teshi bor eshakdek to'xtamay u yoqdan bu yoqqa mengib xiyol suratdi. Xo'ja Abdulla Eshonning tarzi to'g'ri edi. Sultan Ismoilxon rasmiy taxtda o'ltirib, hafta o'tganda tuyuqsiz Mirza Bobog'ni ma'rifat soyiga taklif qildi. Mirza Bobog'bek saroyda Sultan Ismoilxondan bo'lak hech kimning yo'qligini ko'rib, xonning o'zi bilan xos maslahatlashadigan muhim ishi borligini tanladi. Salom soatdan keyin Ismoilxon Mirza Bobog'bekni yanadagi ta'tillar ko'rpida o'tirishga taklif qildi. "Ana hazratimdan qandoq farmoni bor ekan?" dedi Mirza Bobog'bek xon bilan bir ko'pida yondosh o'tirishga jur'at qila olmay. Tagah tarafdagi mahmal ko'rpida yukinib o'tirdi. "Avval yaratgan egamning inoyati bilan, ondan qolsa amir janoblarining katib pamparosti bilan buyuk Saidiya taxtida o'tirishga musharraf bo'ldi", dedi Ismoilxon oldirmay so'zlab. "Ammo yurtdoshchilik tezginini tutib turish men bir odam uchun basi mushkuldir. Tasarrufimizda nisbiy tinchlik hukm surgani bilan al ra'iyatning ko'nglini bizga butunlay moyil degil bo'lmaydi. Tasarrufimizdagi har qaysi yurt, shahar, bagliklar ilmi ham shahzodi yo'l bosgan tarafdorlardagi amir, hokim, baglarning qo'lida turibdi. O'rdadagi har qaysi devon, saroylarga amir sohiblar, mulkiy amaldorlar teqi to'liq bekitilgani yo'q. Shu xususda janoblar bilan muloqoti bo'lgan bor." "Shundoq", dedi Mirza Bobobek o'rnidan turib xonga hurmat bildirdi. "Davlat panohimizning bu xususdagi muddaosini anglab baqsam. Qani, ko'rpiga marhamat qilsizlar, amir janoblari", dedi Ismoilxon Mirza Bobobekni o'ltirishga taklif qildi. "Ortiqcha tuzut qilmasin bo'ldi. Kam kishida maslahatlashaylik." Mirza Bobobek mahmal ko'rpiga qaytadan joylashdi. Sultan Ismoilxon shira ustida ikki varaq qog'ozni olib Mirza Bobobekka uzatdi. "2 kundan beri boshqa turib bu tizimlikni tuzib chiqdi. Amir janoblari ko'rib chiqqandan keyin ko'ngilda qanday o'y-xiyollar bo'lsa, yo'shirmay bayon qilay." Mirza Bobobek tizimlikni ikki qo'llab oldi. Ichida asta o'qishga boshladi. Mirza Bobobek arkoni davlat, amir kabir, Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Eshon, Parvizuruk, Najib, Sodollar sadri. Mirza Bobobek Sultan Ismoilxonning o'zi bilan Eshonga in'om qilgan martabasini o'qib, bir oz ta'jiblangandan keyin o'z qirida xonga shundoqli qarayotgandan keyin yana o'qishni davomlashtirdi. Mirza Bobobek tizimlikni to'liq ko'rib bo'lgandan keyin shara ustidagi qalamni qo'liga olib, siyohga miligandan keyin avval o'zining ismiga, ondan Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Eshonning ismiga do'gilak sizdi. Yana bir oz o'ylanib olgandan keyin Mirza Idrisbek, Mirza Haydarbek, Mirza Xo'jayor, Mirza Qosimbek qatorli 4 odamning ismiga do'gilak sizib bo'lib, tizimlikni xonga hurmat bilan uzatdi. Ismoilxon tizimlikni qo'liga olib, do'gilak sizilgan ismlarga qayta nazar tashladi. Amir janoblarining o'zlari va Parvizuruk qatorliq 6 kishining ismiga do'gilak sizib qo'yishning bahsi nimaki? So'rdi Ismoilxon ta'ajjub ilkida Mirza Bobobekka qarab. "Davlat panohim menga ishini saltanatimizning katta ham muhim ishini maslahatimga solgan ekan. Otqochilik bo'lsa-mu ko'nglimdagini udul davray", dedi Mirza Bobobek xonga tavazzu bilan bosh egib. "Arkoni davlatlik martabasini in'om qilib, fiqrni e'tiborlaganliklari uchun qabligohimga cheksiz minnatdorligimni bildiraman. Ammo buyuk Saidiya taxtida oliylardek fazilatli, istidodli, farosatli, adl va adolatli Bahodirxon Posiboh bo'lib turgan ekan. Arkoni davlatlik martabasi albatta o'zlariga taalluq bo'lishi kerak.
bu mərtəbə başqalarga zinhar xo'p kelməz. Maxtumzada Xo'ja Abdulla Eshon piri buzurg'a garchi oliylar qo'l berib murt bo'lgan bo'lsa-mu, biroq u zot xalqimiz tasarrufidagi barliq avom ra'iyat e'tirof qilgan islomiy shariatdan emas, balki sulki tariqatning, ya'ni kelib davati soqiya sulkining peshvosidir. Muhtaram ona hazratimga ma'lumdir. Saidiya tasarrufida davati soqiya, davati ishqiyadan iborat ikki sulukka irodat qilgan avomdan boshqa yana sulukdan mustasno yashab, shariat ahkomlari bo'yicha musulmonlarchilik qilgan nurg'ulgan avom bordir. Navada mushularni o'ylashmayla, soqiya sulkining peshvosi bo'lmish Eshon pirimizga xalqning najib sudurlar sadrligidan iborat ikki yuqori mansabni in'om qilsalar, yolg'iz ishqiya sulkidagi avom emas, sulukdan mustasno avomga qoyil bo'lmaydi. El yurt orasida fitna fasod paydo bo'lib, tugamas nizo adovatlar qaytadan bosh ko'taradi. El ra'iyatning ona hazratimga bo'lgan ishonchi sustishidir. Onun ustiga piri buzurg Xo'ja Abdulla Eshon hazratlari davati ishoqiya targ'ibotidan texichi yong'in yo'q. Yelimi ham ishoqiya murtlarining talqibidan nurg'ulgan oddiy beguna ishqiya murtlari yurak oldi bo'lib yashayotdi. Bu deganlarmi to'g'ri. Ammo piri buzurg Xo'ja Abdulla Eshon hazratlari mag'bir nachqatim mushu xususdagi orzusini bildirib, ochiq oshkor bishorat bergan edi. dedi İsmailxon tanqisib qoldi. Eshon pirimizning bu orzu muddaosini bilib turib qandirmasak, bizdan ranjib qolmasmi? Eshon pirimizning orzu muddaosini tushunishga bo'ladi, dedi Mirza Bobobay mulohizini davomlashtirib. Pirga qo'l berish marhum Sultan Saidxon oliylardan tortib davomlashib kelayotgan edi. Ammo mayli Sultan Saidxon oliylari, mayli Sultan Abdurishidxon oliylari va yoki keyingi xon sultonlar bo'lsin, hammasi pirga qo'l bergan bilan ularni saltanat ishlariga aralashtirib, o'rtada mansab, martaba bergan emas. Faqat akillari Jannat makon Sultan Abdullaxon oliylari ishki va tashqi dushmanlarini tinchitishga amalsiz qilib, sulki soqiya murtlaridan foydalanish uchun Xo'ja Shodi Eshon hazratlariga najiblik martabasini in'om qilgan edi. Ammo bu ish Sultan Abdullaxon oliylariga texmi ko'plab bosh og'ritib berdi. Chunki Qashqardagi ishqiya sulkining pir azmi Xo'ja Muhammad Yusuf Eshon va uning o'g'li Xo'ja Hidoyatulloh Eshon ilgari Xo'ja Shodini birdan-bir dushmani deb qaragan bo'lsa, Xo'ja Shodi najiblik martabasiga erishib yurtchilik ishlariga aralashgandan keyin Sultan Abdullaxon oliylarining ashaddiy raqibi qatorida sanadi. Sultan Abdullaxon oliylarining saltanatni sulukdan, mazhabdan mustasno tutish siyosatiga ishonmadi. Oxirda Shahzoda yo'l bosganni quturtib, oti bilan bolani o'zaro qilish yalang'ochlashga majbur qildi. Keyingi fojialar qildigohimga sir emas. Xulos qilib, oliylari saltanat taxtiga amdili barqaror bo'ldilar. Saida tasarrufi qalayimqanchilik, urush va himsdan to'liq qutulib ketamadi. Avomning ko'nglini xotirjam emas. Saltanatning muqimlik, osoyish to'liq amalga oshmadi. Mushundaq ahvol ostida saltanatning muhim ikki mansibini pir buzdirib topshirsalar, bu ish Xo'ja Hidoyatulloh Eshon boshchiligidagi sulki ishqiya murtlari uchun obdan bahona bo'lib beradi. Fitna fasod taqib, elning xotirjamligini buzadi. Navada Eshon pirimizni ranjitib qo'ysak, saltanatimiz uchun o'xshashli xavf bo'lib qolmasmi, janobi Amir? dedi Ismoilxon ko'nglidagi andishini yo'shildi. Albatta, bu o'xshashli cho'ng xavf, dedi Mirza Bobobek xotirjamlik bilan. Ammo u Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Eshon pirbuzurikni yurtchilik ishlariga aralashtirmaganliklarining o'zila ishqiya sulkidagilar uchunmi, sulukdan mustasno avom uchunmi cho'ng xotirjamlik ekangusi. Mana bu birdan kechib ikkining himoyasiga erishish deganlikdir. Ishoqiya murtlarining ishqiya murtlarini jazolashni to'sqanliklarining o'zila Xo'ja Hidoyatulloh Eshon uchun cho'ng tasallidir. Bu ishdan Xo'ja Abdulla Eshon hazratlari saltanat bilan qarshilashsa, izzat obro'yining tavallab ketishidan,
Xo'ja Hidoyatullo Eshonning oliylariga yiqilishidan ansiraydi. Shu sababli hozircha saltanatga foydasiz ishlarni qilishga jur'at qilolmaydi. Biz mushu fursatdan foydalanib, saltanatni so'likdan mustasno tutish siyosatimizni haqiqiy amalda ko'rsatishimiz. Xo'ja Hidoyatullo Eshonning Qashqarda va Makka Chilitdagi ota miros ziminlarini qo'liga qaytirib berishimiz xazinasi. Shunday qilsak, har ikki so'likdagi azizlar saltanatga qarshi harakat qilishga jur'at qilolmaydi. Demak, biri orqali yana birini cheklab turamiz. Uninggacha saltanatimizning asosini xil puxtalab olamiz. Ma'u bo'ldigan tadbirga, dedi Ismoilxon qoyil bo'lib. Ammo Eshon pirimizni tortiqsiz qoldirsak ham bo'lmas. Xo'ja Abdulla Eshon pirimizning Qashqarda, Fayzobod, Ostonda 9 kani, Xotanda Oqsaroy qatorliq ota miros ziminlari bor. Shu ziminlarni qo'lga qaytirib bergandan so'ng Xotanda yana Sanju tavasini obi niyoz qilib tortiqsilar kifoya qiladi. Parbuzurikimiz to'limi xudogo'y, fani olamning maishatlarini tark etgan zotdir. Ortiqcha dafni dunyoni lozim qilmas. Mirza Bobobek keyingi so'zlar orqali Sulton Ismoilxonning sexiylik qilib Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Eshonga ko'plab zamin so'yrg'ol qilib berishning oldini olishga tirishyapti. Mayli, shunda qilaylamsa, dedi Ismoilxon ortiqcha o'ylanib o'tirmay ma'qullik bildirdi. Ammo bu 4 amirning ismiga do'gilab sizib qo'yishlarining bosi nima ekan, janobi amir? Bilmadim. Bu amirlarning sulhga irodat qildigan qilmaydiganliklarini muhtaram davlat panohim bilamdiki? Albatta bilaman, dedi Ismoilxon o'ylanib turmay javob berdi. Bular Soqiya sulhining sadoqat memorlari. Parbuzurgimiz Xo'ja Abdulla Eshon hazratlarining eng yaqin aqrabolaridir. Bularni yuqori muhim mansab martabalarga qo'yishni Eshon pirimiz tavsiya qilgan-ku deyman davlat panohim. Dedi Mirza Bobobek xonga sinash nazari bilan qarab. Albatta, dedi Sulton Ismoilxon. Bu amirlar Parbuzurgimizning yaqinlari bo'lib qolmasdan saltanatimizga intoyin sodiq ishlardi. Bir qism sarkarlarning saltanatimizga sodiq emasligiga hozircha bir nima demakdir, dedi Mirza Bobobek cho'nqur mulohiza qilgan holda. Ammo bu amirlarning Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Eshon buzrukvorimizga Soqiya sulhiga sadoqatman ekanligida zinhor shak yo'q. Shu sababli bu amirlarni muhim o'rinlarga mansabga qo'yishga qat'iy bo'lmaydi qiblagohi. Ismoilxon hayronlik bilan Mirza Bobobekka qaradi. Uning bu duosini tafsiliy bilib biqib, bir nima deyishni ko'ngliga pishdi. "Mana so'zlavasizlar amir janoblari", dedi u oltin jamdagi anor sharbatidan o'tlag'ach. Qashqar sulhi ishqiya murtlari eng ko'p to'plashgan yurt. Shundaqla tasarrufimizdagi muhim cho'ng shaharlarning biri. Bu shaharga Mirza Idris Begdek Soqiya sulhining sadoqatman murtini noiblikqa, qo'shimcha amir lashkarlik mansibiga qo'ysa. Mirza Idris Beg Qashqarga noib amir bo'lgandan keyin ishqiya sulhini cheklab, sulhi Soqiya targ'ibotini yo'lga qo'ymaydi deb hech kim huddi qilmaydi. Chunki Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Eshon Parbuzurgimizning har bir eg'iz so'zi uning uchun xon yorliqqa o'xshash muqaddasdir. Bu Qashqarning tinchligi, Qashqar aholisining xotirjamligi uchun foydasizdir. Shunglashqa, meningcha Qashqarga sulhdan mustasno sarkardadan birini noib amirlikka qo'yganimiz yaxshi. Mirza Haydarbayni Ostonning amirligiga qo'shimcha Ostonning muhofazatchilar qo'shinining amir lashkarligiga qo'yishga kelsak. Bu vaqtda mening qarshim boshqacha. Ostonning vaziyati butkul xalqimizning vaziyatiga ta'sir ko'rsatadi. Bir tumandan ortiq Ostonning muhofazatchilar qo'shini bo'lsa, xon lashkarlarining eng sarxillari hisoblanadi. Bundaq muhim o'rinni Mirza Haydarbaydek sadoqati noaniq bir kishiga berish to'limi yangi taklif bo'lar. Mirza Xo'jayarni Xotanning noibligiga tayinlasak, mayli,
Ammo amir lashkarlik mansibini boshqa bir sarkarda ustiga olgan tuzdi.